Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari va bizlarni kuzatib borayotgan yangi obunachilar. Bugun navbatdagi video yechimlarimiz Ma'ruf Tongotarievning kimyo milliy sertifikat masalalari to'plamini birinchi variantini yechimlarini ko'rib chiqamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ma'ruf Tongotarievning 20 ta variantini to'liq yechimlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi savoldan boshlaymiz. Qaysi javobda mavjud bo'lmagan birikma formulasi berilgan? Demak, A javobda azot 1 oksidi berilgan, bu bor. Azot 3 oksidi bor, keyingisi azot 5 oksidi bor, azot 7 oksidi mavjud emas. Demak, bizda to'g'ri javob bo'ladi. Birinchi savolning yechimi, demak, D javobga to'g'ri keladi. Xo'p, ikkinchi savolga e'tibor beramiz. Bir atmosfera va 27 gradusda 4 litr keladigan ideal gaz 4 atmosfera va 327 gradusda necha litr keladi degan savol qo'yilyapti. Xo'p, bizda Mendeleyev Kilyaperonda molli formulasi bor edi. Ya'ni bu formulamiz PV teng N RT holati bo'lishi kerak edi. E'tibor beradigan bo'lsak, birinchi bosim demak 1 atmosfera berilgan. Keyingi bosimimiz esa masala shartida 4 atmosfera berilyapti. Ya'ni ikkinchi bosim 4 atmosfera. Ya'ni bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, bosim 4 marta ortyapti. Bosim 4 marta demak bu yerda ortyapti. Keyingi holatda esa shu temperaturaga e'tibor beramiz. Birinchi temperaturamiz demak 27 gradus, bunga 273 qo'shadigan bo'lsam, demak 300 kelvin kelib chiqadi. Keyingi holatda esa ikkinchi temperaturamiz 327 gradusga 273 qo'shadigan bo'lsam, demak 600 kelvin kelib chiqadi. Bu degani temperatura bu yerda 2 marta ortyapti. Endi bizda bu tomoni mana e'tibor bersangiz, chap tomon 4 marta ortyaptimi? Bu tomon esa 2 marta ortyapti. Ikkalasi ham tenglashishi kerak. Ikkalasi ham tenglashish uchun demak men chap mana mol modda miqdori, universal gaz doimiylari o'zgarmaydi, lekin hajm o'zgaradi bu yerda. Hajmni 2 marta kamaytiradigan bo'lsam, demak ikkala holatda demak tenglashgan holat kelib chiqadi. Bizda e'tibor beradigan bo'lsangiz, birinchi hajm, ya'ni V1imiz 4 litr berilgan. Endi bu 2 marta kamayadigan bo'lsa, ikkinchi hajm kelib chiqadi shu yerda 2 litrga teng bo'ladi. Demak, bu javobimiz mana B javobga to'g'ri keladi. Keyingi savolga o'tamiz. XO4 3- ionida 50 ta, Y dan 4 ta, N+ ionida 10 ta elektron bo'lsa, XY3 molekulasi nechta elektron bo'ladi degan savol qo'yilyapti. Yaxshi, XO4 demak 3- demak bu yerda elektronlarni hisoblaydigan bo'lsam, X tarkibida nechta elektron bor ekanligini bilmayman. X deb o'shani belgilash kiritdim. Plus kislorod ichida 8 elektron bor. 8 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsam, demak bu yerda 32 kelib chiqadi. Endi beta plus 32 bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari mana yerda yana 3 ta elektron bor yuqorida, plus 3. Hammasini qo'shganimda demak natija kelib chiqishi kerak 50 ga. Demak bu yerda x qiymatini topadigan bo'lsam, 32 ga 3 qo'shadigan bo'lsam 35 bo'ladi. 35 tenglikda u tomonga minus o'tadi. Ya'ni 50 dan ayirib yuboraman, 35 ta shunda teng bo'ladi. X qiymati 15 ga. Demak elektronlari bu yerda 15 ta bo'ladigan bo'lsa, bu fosforga to'g'ri keladi. O'sha element fosfor. Endi Y4 azot plus beryapti. Mana Y dan 4 ta va azotdan plus holatda turibdi. Bu yerda ham qancha bor ekanligini bilmaganimiz uchun 4Y plus azot tarkibida 7 ta elektron bor. Mana 4 plus 7. Endi undan tashqari mana yuqorida e'tibor beradigan bo'lsangiz, yana bitta elektron chiqib ketyapti. Shu chiqib ketayotgan elektronni ayirib qo'yishim kerak. Shunda natija kelib chiqish kerak ekan bizda 10 ga. Xuddi shu tenglikda ishlaymiz. 4y teng bo'ladi. Demak 7 dan 1 ayirsam 6, tenglik bu tomoniga minus o'tadi. Demak 10 dan ayirishim kerak 6 ni. 4y teng bo'ladi 4 ga, Y teng bo'ladi 1 ga. Ya'ni Y moddaning tarkibida bitta elektron bo'lsa, bu vodorodga to'g'ri keladi.
Endi x, y 3 beryapti. Demak, biz o'sha moddani topdik. Ya'ni x'imiz bu fosfor, mana bu yerga yozaman bo'lsa, fosfor, y'imiz vodorod bo'ldi. Undan 3 ta ekan. Buni tarkibidagi bizdan elektron so'rayapti. Fosforda 15 ta bor, mana bu yerda vodorodda 3 ta bor. 15 ga 3 ta qo'shadigan bo'lsam, jami elektronlari 18 ta bo'ladi. Shunda javob C javobga to'g'ri keladi. 4-savol. Metal galagenit geksagidrati tarkibidagi bir ion elektron konfiguratsiyasi 3s2 3p6 bo'lib, undagi kristallizatsion suv massasi metaldan 4 marta ko'p bo'lsa, kristallagidrat molyar massasini aniqlang deyapti. Xo'p, biz yozamiz. Demak, metalda qanaqadir galagenidi ko'paytirilgan 6 molekula suv. Buni tarkibidagi suv deyapti. Demak, 18 ni ko'paytiramiz 6 ga. Demak, bu yerda 18 ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 108 kelib chiqadi. Ya'ni suvning massasi, shu modda tarkibidagi suvning massasi demak 108 ekan. Suvning massasi metalning massasidan demak 4 marta ko'p. Demak, 4 ga bo'lib qo'ysam, o'sha metalning massasini beradi. Ya'ni bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 27 kelib chiqadi. Demak, bu metal alyuminiy bo'lgan ekan deb xulosa qilishimiz mumkin. Endi e'tibor beradigan bo'lsangiz, galagenlar har doim -1 bo'lgan holatda bo'ladi. Ya'ni metallardan elektron oladi, bitta elektron tortib oladi. Endi biz mana yerda qisqa elektron konfiguratsiya berilgan galagennikini, ya'ni 3s2 3p6 qachon 3p6 bo'lgan bitta elektron olganda. Bitta elektron olmasdan qana bo'ladi desa 3s2 bilan 3p5 bo'ladi. Ya'ni bu keyin xlorga to'g'ri keladi. Bu elektron konfiguratsiya xlordiki. Endi bizdan kristallagidratning molyar massasi so'ralyapti. Kristallagidrat qanday bo'lgan formula? Alyuminiy xlordan 3 ta ko'paytirilgan 6 molekula suv bo'lgan. Demak, buni massasini hisobladik 108, buni massasini hisoblaymiz. Demak, alyuminiy xloridning massasini hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda 133,5 kelib chiqadi. 133,5 ga qo'shamiz, demak 108 da. Xo'p, natijada 241,5 kelib chiqyapti. 241,5 shu demak kristallagidratning massasi bo'ladi. Xo'p, bu javobimiz mana bu D javobga to'g'ri kelyapti. 4-savolning yechimi. Keyingi savolga o'tamiz. 5-si qaysi molekulada sigma bog'lar soni eng kam degan savol qo'yilyapti. Demak, ammiakni strukturasini ko'radigan bo'lsak, quyidagicha. Buning tarkibida demak 3 ta sigma bog'i bor. Karbonat angidritnikida demak mana yerda 2 ta sigma bog'i bo'ladi. Xo'p, keyingisi metandikida 4 ta bo'ladi. Mana metan eta 4 ta sigma bog'i bor. Keyin sulfat angidrit deyilyapti. Demak, SO3-dakida bunday qilamiz. Bitta, 2 ta va bu tomonga ham yozadigan bo'lsak 3 ta. 1 2 3 ta sigma bog'i bor, 4 ta eng kami demak karbonat angidritda bo'lyapti. Javobimiz B bo'ladi. Keyingisi NH2- ionida nechta taqsimlanmagan juft elektron bor deyapti. Demak, bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, 2 ta tomonida vodorod bo'ladi. Bitta elektron chiqib ketgan. Mana yerda bitta elektron orqali yo bu tomoniga yoki u tomoniga yozsak bo'laveradi. Bitta elektron orqali bunga bog'lanyapti va buni 2 juft taqsimlanmagan juft elektroni bor. Demak, 2 juft, biz shu taqsimlanmagan juft elektron so'ralyapti. Bu C javobga to'g'ri keladi. Xo'p, 7-savol. 30 gradusda ikkita reaksiya tezligi 1 ga 1 ekan. Ular qanday temperaturada 4 ga 9 nisbatda bo'ladi degan savol qo'yilyapti. Xo'p, yaxshi. Biz 30 gradusda ikkita reaksiya yozamiz. Xo'p, bu 30 gradus. Demak, birinchi reaksiya va ikkinchi reaksiya. Ikkalasini ham tezligini misol uchun 1 oladigan bo'lsak, keyingi holatda aytayaptiki, nisbati 4 ga 9 bo'lishi kerak ekan. Agar hozir temperaturani ko'taradigan bo'lsam, men 30-40 gradusga ko'tarsam, birinchisini gammasi 3 ekan, demak bu 3 marta ortadi. Ikkinchisini gammasi 2 ekan. E'tibor beradigan bo'lsak, mana bu birinchi moddaniki ikkinchisiga nisbatan nisbati mana 3 ga 2 bo'lyapti-da. Bizga teskarisi berilgan. Ya'ni ikkinchi reaksiya birinchisiga nisbatan kattaroq bo'lishi kerak. Qachon bunaqa bo'ladi? Qachonki temperatura kamaysa. Hozir temperaturani orttirmagan, temperaturani kamaytirgan. Masalan, yana bitta nisbatlasak, mana 50 gradusga ko'taradigan bo'lsa, 3 ga ko'paytirsam 9, 2 ni
2 ga ko'paytiradigan bo'lsam bu 4 bo'ladi. Teskari nisbat bo'ldi. 9 ga 4 nisbat hozir teskari bo'ldi. Bizda nabarot 4 ga 9 nisbat deyilgan. Shuning uchun demak, mana yerda temperaturani orttirmaymiz, temperaturani kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 20 gradusga kamaytiradigan bo'lsam, xo'p, endi bu sonlarni shunaqa karali son olaylikki, ikkalasiga ham bo'linsin. 4 ga ham 9 ga ham bo'linadigan bo'lsa, ikkalasini ko'paytirib qo'ysak ham bo'laveradi. 4 kara 9 36 bo'ladi. Ikkalasini ham tezligini o'zimiz 36 deb olyapmiz. Endi xo'p, bittasini 3 ga bo'ladigan bo'lsam, xo'p, 3 ga bo'ladigan bo'lsam 20 gradusda, chunki mana tezlik kamaytgandan keyin u ham kamayadi. 3 marta kamaytirsam birinchi tezlikda bu yerda 12 bo'lib qoladi. Buni 2 marta kamaytiradigan bo'lsam, demak 18 bo'lib qoladi mana. 18 to'g'ri. Endi buni yana 10 gradus ikkalasini nisbatlasam, 6 ga nisbatlasam 2 ga 3 nisbatda. Demak, yana kamaytirishim kerak ekan. 10 gradusga kamaytiradigan bo'lsam, birinchisiniki 3 marta kamaysa bu 4 bo'lib qoladi. Bu 2 marta kamayadigan bo'lsa, chunki gamma 2 ga teng-ku ikkinchi tezlikda. Shunda 9 bo'lib qoladi. Ya'ni bizda aytilgan nisbat 4 ga 9 nisbat shunda to'g'ri keladi. Ya'ni qachon shunaqa bo'ladi-sa, 10 gradus degan javob berasiz. Bu B javobga to'g'ri keladi. Keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, X2 va Y2 gazlari 1 ga 2 molar nisbatda aralashtirildi. Xo'p, bunda reagent va mahsulot miqdori tenglashgan bo'lsa, sistemaning muvozanat konstantasini aniqlang degan savol qo'yilyapti. Xo'p, yaxshi. Demak, quyidagi reaksiyani yozib olamiz. X2 plus Y2 ikkalasi reaksiya kirishib turib, X Y da hosil qilyapti. Faqat bundan ikkita. Demak, boshlang'ich, sarflangan va muvozanatga kelgan holat. Bizda ikkalasini 1 ga 2 molar nisbatda, demak buni 1 mol olgan, buni 2 mol olgan. Endi reaksiyamiz teng. Misol uchun bundan X mol sarflansa, mana 1 ga reaksiyasi ketganligi uchun bu yerda 2 mol hosil bo'ladi. X mol sarflansa, bundan ham X mol sarflanadi. Xo'p, demak X ni 1 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsam X mol sarflandi. X 2 ga ko'paytirsam 2X mol hosil bo'ladi, chunki bu boshlang'ich 0 ga teng. Xo'p, demak muvozanatli qiymat 1 minus X bo'ladi. Bunisiniki 2 minus X bo'ladi. Bundan esa 2X bo'ladi. Endi shu ikkalasini tenglashdi deyapti-da. Demak 1 minusi demaydi. Xo'p, 1 minus X ga qo'shishim kerak. 2 minus X ni teng bo'lish kerak 2X ga. Xo'p, shu yerda X ni qiymatini topsak bo'ladi. Xo'p, minus X ga minus X minus 2X yoqqa plusi o'tadi. Bu tomonda 1 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsam 3 teng bo'ladi. 2X yoqda turadi, minus 2X yoqqa plus 2X bo'lib o'tdi. Demak, 3 teng bo'ladi 4X ga, X teng bo'ladi 3 ta bo'laman 4 ga. Shunda kelib chiqadi 0.75. X ni qiymati 0.75 bo'lsa, 0.75 ni 2 ga ko'paytirsam, mana uni qiymati kelib chiqadi. Ya'ni 1.5 bu bor ekan. 2 dan 0.75 ta ayirib oladigan bo'lsam, bu yerda o'rnida qoladi. Demak 1.25. Xo'p, 1 dan 0.75 ta ayirsam 0.25 qoladi. Endi Km topish formulasi bor edi. Km teng bo'ladi S ni sinchisi ko'paytirilgan D ni d'inchisi taqsim A ni aynisi ko'paytirilgan B ni birinchi darajasi. S ni qiymati demak bizda hozir 1.5 ni kvadrati degani, ikkita 1.5 da 1-1 ga ko'paytir degani. Endi A demak bu yerda 0.25 ko'paytirilgan 1.25. Endi shularni qisqartirib olsak ham bo'ladi. Ya'ni 0.25 bilan 1.5 da qisqartiradigan bo'lsam, ko'paytirish bo'lgani uchun bu 1 bo'ladi, bu 6 bo'ladi. Xo'p, demak 6 ni 1.5 ga ko'paytirsam 9 bo'ladi. 9 ni bo'lib qo'yishim kerak 1.25 ga. Shunda javob demak 7.2 kelib chiqadi. 9 ni 1.25 ga bo'lsam, xo'p, 7.2 degan javob kelib chiqadi. Bu javob D javobga to'g'ri keladi. Ya'ni 8-savolda yechimi. Xo'p, 9-savol. 98% sulfat kislota eritmasining zichiligi shuncha, uning molar konsentratsiyasini aniqlang. Xo'p, ikkita molar konsentratsiya berilganda bizda aralashtirish bor edi. Ya'ni hozir foiz konsentratsiyaga molarni bog'laymiz. S foiz ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan ρ teng S molar ko'paytirilgan molar massa. Bizdan hozir molar konsentratsiya so'ralyapti. S molar teng. Demak, yuqorida S foiz ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan ρ taqsim demak
molyar massa bo'ladi. Demak, S molyar teng bo'lyapti. Foiz konsentratsiyamiz 98, ko'paytirilgan 10, ko'paytirilgan zichlik 1,8. Shuni bo'lib qo'yishim kerak ekan. Molyar massa sulfat kislotaniki 98. 98 lar qisqarib ketadi. 10 ni 1,8 ga ko'paytirsam 18 degan javob kelib chiqadi. Bu C javobga to'g'ri keladi. Xo'p, 10-savolga o'tamiz. 300 gram X tuz to'yingan eritmasi 50 gradusdan 20 gradusgacha sovitilganda, xo'p, 50 gram tuz cho'kmaga tushdi. X ni 20 gradusdagi eruvchanlik 25 ga teng. Xo'p, 50 gradusdagi nechaga teng degan savol qo'yilyapti. Yaxshi. Xo'p, bizda X ning 20 gradusdagi eruvchanligi bor. Bu 25 ga teng. Bu 25 ga teng degani 100 gram suv qo'shadigan bo'lsam, to'yingan eritmaning massasi demak 125 gram bo'ladi. Demak, 125 gram bu to'yingan eritma. E'tibor beramiz. Bizda 300 gram demak tuz to'yingan eritmasi bor edi. 50 gram tuz cho'kmaga tushdi. Cho'kmaga tushadigan bo'lsa, demak bu yerda 250 gram eritma qolgan. Shunda qancha tuz bo'ladi desam, mana yerda 2 barobar ko'p bo'ladi. Demak, 50 gram tuz bo'lgan. Demak, 50 gram tuz cho'kmaga tushgan, 50 gram tuz qolgan eritmada. Xuddi shunday deb qarasak bo'laveradi. Yaxshi, bunday qilamiz. 50 gradusdagi eruvchanligi so'ralyapti. 50 gradusdagi eritmaning massasi o'zi 300 gram eritma bor edi. 300 gram eritmadan manda 50 gram ichida tuz bor va 50 gram tuz cho'kmaga tushgan. Jami tuzni miqdori demak 100 gram tuz bor. 100 gram tuz demak 200 gram bu suvda erigan. Eruvchanlik koeffitsiyentini sharti bor edi. Ya'ni 100 gram suvda qancha tuz eriganligini ko'rsatadigan bo'lsa, demak bu eruvchanlikni bildiradi. 1 ga 2 bo'ladimi? 100 ga qisqartirsam, shunda 1 ni ko'paytirib 2 ga bo'ladigan bo'lsa, demak eruvchanligi 50 ga teng bo'ladi. Demak, javobimiz bizda B javobga to'g'ri keladi. 11-savol. Molyar konsentratsiyalari bir xil bo'lgan moddalar eritmasining pH qiymati oshib borish tartibida joylashtirilgan qatorda toping deyilyapti. Demak, pH qiymati ortib borish uchun biz pH shkalasini yozib olamiz. Misol uchun mana yerda 1 dan boshlab 14 gacha davom etish kerak. Mana orada 7 bo'ladi. Mana yerda neytral 3 xil holatda yozib qo'ydik. 1 bilan 7 ning orasida bo'ladigan bo'lsa, bu muhit kislotali bo'ladi. 7 bo'lgan holatda neytral bo'ladi. 7 dan bu tomonda muhit ishqoriy bo'ladi. Bizdan hozir aytilyaptiki, masala shartida pH qiymati ortib borish tartibida joylashtirilgan qatorda toping deyapti. Birinchi kuchli kislotali bo'lish kerak, keyin kuchsiz kislotali bo'lish kerak, keyin neytral, keyin kuchsiz ishqoriy, keyin kuchli ishqoriy holatda joylashish kerak. Bu javobni ko'rsak, mana A javobni qarasak agar, A javobda xlorid kislota bu kuchli kislota hisoblanadi. Xo'p, atsetat kislotasi beryapti. Atsetat kislotasi demak bu kuchsiz kislotali bo'ladi. Natriy xlor bu yerda neytral, keyin natriy atsetat demak bu kuchsiz ishqoriy bo'ladi. Natriy ishqoriy, kuchli natriy gidroksid kuchli ishqoriy bo'ladi. Demak, javob A javobga to'g'ri keladi. Endi 12-savolga qaraymiz. 12-savolda oltin gugurt plus NaOH minus anion beryapti. Plus vodorod kationi hosil bo'lyapti. Oltin gugurt to'roksidi plus azot 2 oksidi va suv. Ushbu jarayondagi suvning koeffitsiyentini aniqlang degan savol qo'yilyapti. Xo'p, yaxshi. Biz bu yerda hozir oksidlanish darajalari orqali topa olishimiz kerak. Bu yerda oltin gugurt oksidlanish darajasi 0 bo'ladi. Demak, bu tomonga o'tayotib, demak plus 4 bo'lyapti. Xo'p, azotniki demak plus 5, bu yerda plus 5. Xo'p, bu tomonga o'tib esa plus 2. Endi shu o'zgarayotganlar, birinchi oksidlanish jarayonini yozamiz. Oksidlanish jarayoni oksidlanish darajasi ortayotgani. Ya'ni oltin gugurt hozir 0 oksidlanish darajasidan oltin gugurt ortyapti. Demak, plus 4 oksidlanish darajasiga. Ya'ni bu yerdagi elektronlarda farqi, demak 4 ta elektronga farq kuzatilyapti. Endi azot plus 5 oksidlanish darajasidan demak azot o'zgaryapti bu yerda plus 2 oksidlanish darajasiga. Demak, bu yerdagi farq esa 3 ta elektronga farq qilyapti. Endi bu farqlarni tenglashtirish uchun joyini almashtirardik. Tepaga 3, pastga 4. Endi
bu 4 azotni plus 2ligini oldiga qo'yishimiz kerak edi. Mana buni bu tomonga qo'yardik, unisini birinchisini oldiga qo'yardik. Demak, azot plus 2lisini oldiga metka 4 qo'yadigan bo'lsam, xo'p, azotlar sonini tenglashtirish uchun bu tomoniga ham demak 4 qo'yishim kerak bo'ladi. Xo'p, oltin gurtni oldiga demak 0ligini oldiga bu tomonga 3 qo'yadigan bo'lsam, bu tomoniga ham 3 qo'yishim kerak bo'ladi. Endi bu yerda kislorodlar sonini tenglashtiramiz. Xo'p, bu tomonda 4 kara 3 12 ta, 3 kara 2 6, mana 4 bilan 10. 12 bo'lish uchun suvni oldiga 2 koeffitsient qo'yishim kerak. Shunda demak kislorodlar soni 12 ta bo'ladi. Vodorodlar soni 4 ta bo'lgani uchun betga ham 4 qo'yib qo'yadigan bo'lsam, demak reaksiyamiz teng bo'ladi. Ushbu jarayondagi suvda koeffitsient so'ralgan, suvda koeffitsiyenti 2 ga teng bo'lyapti. Javob B javobga to'g'ri keladi. 13-savol. 522 gram 10% bariy nitrat eritmasi elektroliz qilinganda katodda 4,2 mol gaz ajraldi. Hosil bo'lgan eritmaga 100 gram mis kupurusi qo'shib tayyorlangan to'yinga eritma qo'shildi. Reaksiya natijasida mis2 sulfatning massa ulushi 4 marta kamaygan bo'lsa, oxirgi eritmadagi suv massasini aniqlang degan savol qo'yilyapti. Xo'p, yaxshi. Biz demak birinchi navbatda mana bariy nitratni 10% ni topib olishimiz mumkin. Ya'ni xo'p, bariy nitrat berilgan, bariy nitratni massasini beryapti. Demak bizda 522 gram 10%, demak 522 gramimiz bu 100% bo'ladigan bo'lsa, 10% ni topadigan bo'lsak, demak bu yerda kelib chiqadi 52,2 gram kelib chiqadi. Xo'p, endi bu yerdan biratura molini ham topib oladigan bo'lsak, massasi 261. 261 ga bo'lsa, moli kelib chiqadi. Ya'ni bariy nitratni 0,2 mol miqdori bor ekan. Ya'ni 522 gram eritmasining ichida. Demak, qolgani suv bo'ladi. Ya'ni bu yerda eritmadagi suvni ham massasini topib olsak bo'laveradi. Demak, 522 dan ayirib qo'yishimiz kerak ekan 52,2 ni. Shunda 469,8. 469,8 gram. Demak, bizda suv mavjud shu eritmaning ichida. Endi aytilyaptiki, buni elektroliz qilindi. Demak, elektroliz qilinadigan bo'lsa, bariy aktiv. Mana nitrat kislota qoldig'ini o'rniga demak kislorod, bariyning o'rniga vodorod. Ya'ni xulosa qiladigan bo'lsak, bariy nitrat elektrolizga uchramaydi. Bu yerda suv elektrolizga uchraydi. Ya'ni suvni elektrolizga uchratadigan bo'lsam, hosil bo'ladi. Demak, bu yerda vodorod plus kislorod hosil bo'ladi. Bu yerga 2 qo'yadigan bo'lsak, bu yerga 2 qo'ysak, reaksiya teng bo'ladi. Endi hozir bizda masala shartida 4,2 mol gaz ajraldi degan shart qo'yilyapti. Xo'p, demak, bu yerda suvning massasi 36 gram. 36 gram suv elektrolizga uchragan paytda 2 mol katodda gaz ajraladi. 4,2 mol gaz ajralganda katodda qancha suv elektrolizga uchrardi deb proporsiya qilamiz. Ya'ni 36 ni ko'paytirishimiz kerak ekan 4,2 ga va shuni bo'lib qo'yamiz 2 ga. Demak, 75,6 gram bu yerda suv elektrolizga uchragan. Ya'ni eritmani massasi endi kamayib qoladi. Ya'ni eritmadan 75,6 gram suvda ayirib olishimiz kerak bo'ladi. Endi aytayaptiki, hosil bo'lgan eritmaga 100 gram mis kupurosi qo'shib tayyorlangan to'yingan eritma. Xo'p, yaxshi. Demak, bu yerda 100 gram mis kupurosi bo'lsa, buni ham molini topib olsak bo'laveradi. Ya'ni 100 gramni mis kuporosini formulasini yerda yozib qo'yamiz. Demak, mis2 sulfat ko'paytirilgan 5 molekula suv. Buni massasini hisoblaydigan bo'lsangiz 250 kelib chiqadi. Ya'ni 100 ni 250 ga bo'ladigan bo'lsam, 1000 da bo'lsam 4 bo'lardi, 100 da bo'lsam demak 0,4 mol kelib chiqadi. Ya'ni 0,4 mol bu yerda mis2 sulfat ham mavjud bo'ladi shu eritmaning ichida. Demak, mis2 sulfat bor ekan. Endi aytilyaptiki, ikkalasini aralashtirib tayyorlangan eritma. Ya'ni bu yerda mis2 sulfat bilan bariy nitrat o'zaro reaksiya kirishib ketadi. mis2 sulfat plus bariy nitrat reaksiya kirishadigan bo'lsa, hosil bo'ladi. Demak, bu yerda bariy sulfat cho'kmaga tushadi. Bariy sulfat demak cho'kma plus undan tashqari demak
mis 2 nitrat hosil bo'lyapti mana yerda mis 2 nitrat. Endi bilamizki, kimyoviy reaksiyaga moli kichigi orqali proporsiya qilinadi. Hozir e'tibor beradigan bo'lsak, o'zi reaksiya teng. Bundan 1 mol reaksiya kirishganda bundan ham 1 mol hosil bo'ladi, cho'kmadan ham 1 mol hosil bo'ladi. Endi hozir bu yerda mis 2 sulfatning moli 0,4 mol, mana yerdagi bariy nitratning moli 0,2 mol. Shuning uchun 0,2 mol bariy nitrat orqali proporsiya qilishimiz kerak. Demak, 0,2 mol bo'lganda qanchasi reaksiya kirishib ketadi deydigan bo'lsam, demak mana yerda 0,2 mol mis 2 sulfat reaksiya kirishadi. Qancha cho'kma tushadi deb proporsiya qiladigan bo'lsam, bu yerda ham 0,2 mol cho'kma tushar ekan. Endi bizning masala sharti reaksiya natijasi mis 2 sulfatning. Endi biz bu yerda massa ulush haqida gapirayotgani uchun dastlabki massa ulushni topishimiz kerak-da. Ya'ni bu yerda mis 2 sulfatni eritmasini, ya'ni mis kuporosga qo'shilgan miqdor noma'lum. O'sha eritmasini massasini, eritmani massasini demak x deb belgilash kiritib oldim. Endi o'sha dastlabkisini massa ulushini topishlik uchun mis 2 sulfatni 0,4 moli, demak 0,4 ni ko'paytiramiz 160 ga. Ya'ni 64 gram ekan. Demak, o'sha 100 gram ichida 64 gram mis 2 sulfat bo'lgan. Buni demak massa ulushini topish uchun nima qilishimiz kerak? Ya'ni bizdan so'ragan moddaning massasi 64 ni umumiy o'sha eritmasini massasini men x deb belgilash kiritib oldim. Shu yerda men topishim mumkin. O'sha dastlabki mis sulfatni massa ulushini topishim mumkin. Keyin aytayaptiki, reaksiya natijasida mis 2 sulfatni massa ulushi 4 marta kamaygan bo'lsa, xo'p, yaxshi. Mis 2 sulfatni e'tibor beradigan bo'lsak, o'zi bizda 0,4 mol bor edi. Mana 0,4 mol bor edi, 0,2 moli kirishib ketdi. Demak, 0,4 moldan ayirib yuboraman 0,2 molni. Demak, ortib qolgan mis 2 sulfatni moli kelib chiqadi bu yerda. 0,2 mol mis 2 sulfat ortib qolgan. Buni massasi 160 ga ko'paytiradigan bo'lsam, demak 32 gram mis 2 sulfat bo'lgan ekan. Endi biz bunday qilamiz. Buni massa ulushini topish uchun nima qilish kerak? Keyingisiniki, ya'ni 32 ni bo'lib qo'yishim kerak. Birinchi, bariy nitrat eritmasini massasi o'zi 522 gram edi. 522 gram eritmasdan ayirib yuboraman. Ayta elektrolizga uchrab ketgan suv 75,6 ni 446,4 metga yozib qo'yapman. O'sha eritmasini massasi, ya'ni 522 dan ayirib qo'ydim. Mana yerda 75,6 ni, demak bu qolgan eritmani 46,4 gram, demak bu o'sha bariy nitratni qolgan eritmasini massasi. Demak yozyapmiz. 446, demak 4 gram plus undan tashqari demak bizda cho'kma tushyapti. Xo'p, bu yerda cho'kmadan oldin mis 2 sulfatni eritmasini massasi ham bor. Qanchaligini bilmaganimiz uchun uni x deb belgilash kiritib oldik mana. Bu eritma ham qo'shilyapti. Endi undan tashqari ayirib yuborishim kerak. Endi cho'kmani massasi 0,2 mol bariy sulfat cho'kmaga tushyapti. Bu cho'kmani massasini topish uchun buni massasi 233 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsam 46,6 gram degan bu yerda cho'kma tushadi. Demak, bu 46,6 gramni ayirib qo'yishim kerak. Shunda mana yuqorida qolyapti 32 taqsim. Xo'p, 446,4 dan ayiramiz. 46,6 ni. Xo'p, bu yerda 399,8. 399,8 plus x. Demak, bu ikkinchi o'sha reaksiya sodir bo'lgandan keyingi massa ulush. Xo'p, endi bizning masala shartini ham bitta o'qiymiz. Aytilyaptiki, reaksiya natijasida mis 2 sulfatning massa ulushi 4 marta kamaygan bo'lsa. Xo'p, demak 4 marta kamaygan bo'lsa, mana 64 taqsim x ni 4 ga bo'lib oladigan bo'lsam, ikkalasini tenglashtirishim mumkin. Ya'ni mana shu 64 taqsim x ni bo'lib olamiz. Demak, aytib bo'lish qilamiz 4 ga. Ya'ni
buni bo'lishimiz kerak ekan 4 ga. Endi bu yerda 64 taqsim x teng ko'paytirish bo'ladi, joy almashadi, ya'ni 1 taqsim 4 bo'lib qoladi. 1 da 64 ga ko'paytirsam 64, 4x ga ko'paytirsam 4x. Endi shu ikkalasini bir-biriga tenglashtirib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni mana bu yerdagi qiymat bilan 64 teng 4x teng bo'lishi kerak. 64 taqsim 4x. Endi qisqartirsak bo'lar ekan. 32 bilan 64 ni 32 ga bo'lsam bu 1, bu 2 nisbat bo'ladi. Xo'p, endi 1 ni 4x ga ko'paytiradigan bo'lsam pastga yozamiz. Mana yerga 4x demak 2 ni x ga ko'paytiradigan bo'lsam 2x, xo'p, plus 2 ko'paytirilgan 399,8 ga. Endi 2x yoqqa minus bo'lib o'tadi. 4x dan 2x ayirsam bu tomonda 2x qolyapti. Shu teng bo'ladi 2 ko'paytirilgan 399,8 ga. Endi mana 2 bu tomonga bo'lish bo'lib tushadi. Ya'ni 2x taqsim 2 teng bo'ladi 399,8 ga. Mana ikkilarni yig'ishtirib olsam, demak x teng bo'ladi shu yerda 399,8 ga. Demak bu 399 o'sha mana yerdagi mis2 sulfati to'yingan eritmasi. Demak biz to'yingan eritmani topib oldik. Buni ichidan endi ana 64 gram mis2 sulfati massasini ayirib olsam, qolgani suvga qoladi. Xo'p, yaxshi bitta hisoblaymiz bo'lmasa. 399,8 dan ayrimiz 64 ni. Demak qolgan suvga kelib chiqadi. 64 ni ayirib olsam, suvning massasi 335,8 ekan. 335,8 gram bu birinchi eritmani ichidagi suv. Endi ikkinchi eritmani ichida ham suv bor. Mana yerda suvning massasi 469,8 edi. Bundan mana yerda elektrolizga uchragan 75,6 gram suvni ayirib qo'yamiz. Xo'p, 469,8 dan ayirib qo'yishim kerak ekan 75,6 ni. Demak 394,2. Endi 394,2 gram bu o'sha bariy nitratni ichidagi suv bo'ladi bunisi. Bu ham suv. Endi ikkalasini massasini qo'shib qo'yadigan bo'lsa, jami eritmadagi suvning massasi kelib chiqadi. 394,2 ga qo'shamiz 335,8. Demak bu yerda 730 kelib chiqadi. Umumiy o'sha eritmani ichidagi suvning massasi 730 gram bo'lgan ekan. Endi shu javobni axtaramiz. Demak bu javob mana C javobga to'g'ri kelyapti. 14-savol. Kaliy sulfid va kaliy sulfat eritmalarini nima bilan farqlab bo'lmaydi? Xo'p, demak, A javobni ko'radigan bo'lsak, natriy xlor beryapti. Natriy xlor demak kaliy sulfid bilan reaksiya kirishadigan bo'lsa, kaliy xlorid bilan natriy sulfid chiqadi. Bu yerda hech qanaqa cho'kma yoki gaz ajralib chiqmaydi. Endi kaliy sulfat bilan natriy xlor reaksiya kirishadigan bo'lsa, natriy sulfat, kaliy xlorid. Demak, bu yerda hech qanday holatda farqlab bo'lmaydi. Shuning uchun javob A javob bo'ladi. Misol uchun B javobda mis2 xlorid deyilyapti. mis2 xlorid demak kaliy sulfid bilan reaksiya kirishadigan bo'lsa, mis2 sulfid cho'kmaga tushib qoladi. Demak bu javob chiqib ketadi. Endi bromli suv deyilyapti. Demak bromli suv bo'ladigan bo'lsa, xo'p, vodorod sulfid chiqadi. Bu yerda demak palag'da tuxumli hid keladi. Ya'ni bu yerda gaz ajralib chiqqani uchun demak bu ham bo'lmaydi. Xlorid kislota eritmasi. Demak kaliy sulfat bilan reaksiya kirishadigan bo'lsa, kaliy xlorid va sulfat kislota hosil bo'lyapti. Nargisidan kaliy sulfid xlorid kislota bilan reaksiya kirishadigan bo'lsa, kaliy xlorid bilan bu yerda ham vodorod sulfid hosil bo'lar ekan. Demak bu javobni ham chiqarib olamiz. O'zini-o'zi javob A javobga qolyapti. Xo'p, 15-savol. Kislotali xossaga ega bo'lmagan oksid formulasini ko'rsating. Demak, bu yerda A javob bo'ladi, chunki azot peroksidi bu befarq oksid hisoblanadi. Kislotali oksid emas bu. Xo'p, keyingi savol 16-si. Yaratmada magniy, alyuminiy va bariy ionlari bor. Undagi bariy ionini qaysi ion bilan aniqlash mumkin deyilyapti? Sulfat ioni, chunki bariy sulfat oq rangli cho'kma bo'ladi. O'sha orqali demak farqlasak bo'ladi.
Xo'p, 17-savol. Ikkita idishda bir xil konsentratsiyali kumush nitrat eritmalari bor. Birinchi eritmaga ekvivalentli A metaldan yasalgan plastinka tushirilganda massasi 24 grammga oshdi. Ikkinchi eritmaga ekvivalentli B metaldan yasalgan plastinka tushirilganda massasi 19 grammga oshdi. Agar metalning molyar massasi ayrimasi 40 gram taqsim mol bo'lsa, yig'indisini aniqlang degan savol qo'yilyapti. Xo'p, ikkita idishda bir xil konsentratsiyali kumush nitrat eritmalari bor ekan. Demak, buni yozib olamiz. Kumush nitrat ikkita idishda bor ekan mana. Bunisi ham demak kumush nitrat. Endi bittasiga A modda qo'shdi deyapti, A metal, ikkinchisiga B metal qo'shdi. Ikkalasi ham demak bu yerda ekvivalentli reaksiya mahsuloti hosil bo'ladi. Demak, A ni ekvivalentli nitrati hosil bo'ladi. Plus undan tashqari demak kumush bu yerda ajralib chiqadi. Bu yerda 2 qo'yadigan bo'lsak, bu yerga ham 2 qo'yadigan bo'lsak, shunda reaksiya teng bo'ladi. Xo'p, bu yerda ham hosil bo'ladi B ni ekvivalentli nitrati plus undan tashqari demak 2 mol yana kumush hosil bo'ladi. Endi bizda hozir masala shartida birinchi plastinkaning massasi demak 24 grammga oshgan, birinchisiniki 24 grammga, demak ikkinchisiniki esa 19 grammga oshyapti. Demak, hozir bu yerda A ni massasi B ni massasidan ko'ra kichkina. Chunki birinchisida farq katta chiqyapti-da. Chunki A metalning massasi qanchalik kichkina bo'ladigan bo'lsa, mana kumushning massasi 216 bu yerda mana 216, buni ham massasi 216. 216 dan nechidandir ayriganda 24 chiqish kerak. 216 dan B ning massasini ayriganda 19 chiqish kerak. Ya'ni bu yerdagi farqi. Xo'p, demak biz bunday qilamiz. A ni massasini x deb oladigan bo'lsam, B ni massasini x plus 40 deb olsak bo'laveradi. Chunki masala shartida agar metallarning molyar massalari ayrimasi 40 gram taqsim mol bo'lsa degan shart qo'yiladi. Chunki hozir A ni massasidan B ni massasi kattaligi bilinib turibdi. Shuning uchun 40 deb unga qo'shib yubordik. Xo'p, endi bu yerda plastinkaga o'xshab farqlari orqali ishlashimiz kerak bo'ladi. Demak, mana kumush birinchisi uchun 216 dan ayriyman x ni, shunda demak ortish kerak 24 ga. Xo'p, 216 dan keyingi holatda esa 216 dan ayrishim kerak x plus 40 ni, demak shunda farq kuzatilishi kerak, demak 19 ga. Endi shu tenglamani ishlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda qisqartiradigan holatimiz mana yerda qisqartirsak bo'lar ekan. Birinchi bu tomonni ko'paytirib o'raylik. 19 ni 216 ga ko'paytiramiz. 216 ko'paytirilgan 19, demak 4104. 4104 minus 19 ni x ga ko'paytirsam 19x teng. Endi mana x minus bo'lib ochiladi. 216 dan 40 ta ayirib yuboramiz. 216 dan ayriymiz 40 ni, demak bu yerda 176. 176 ni, xo'p, 176 ni ko'paytiramiz 24 ga. Xo'p, 4224. 4224. Xo'p, demak mana yerda 24 ni minus x ga ko'paytirsam minus 24x bo'ladi. Endi minus 24 ni bu tomonga o'tamiz. Mana 4104 ni bu tomonga o'tamiz. Endi minus 24 yoqqa plus o'tadi. 24x dan ayriyman 19x teng bo'ladi. 4224 dan ayriyman 4104. Bu yerda ayriydigan bo'lsam 5x teng bo'ladi. 4224 dan ayrishim kerak 4104. Demak 120 qolyapti. Endi 120 ni 5 ga bo'lib qo'yamiz. 120 ni bo'lishim kerak ekan 5 ga. Demak bu yerda 24 kelib chiqyapti. Demak bo'lamiz 5 ga. To'g'ri, 24. 24 massali bu ekvivalentli metal, bu magniy bo'ladi. Endi biz o'sha x ni topib oldik. Bu x metalimiz magniy bo'lsa,
o'sha X massasidan 40 grammga og'irrog'ida ikkinchisi, ya'ni 40 ga 24 ni qo'shadigan bo'lsam 64 massali, demak bu mass bo'ladi. Shunda biza masala shartida yig'indisini so'rayapti. 64 ga 24 da, ya'ni ikkalasini massasini qo'shadigan bo'lsak, demak yuqorida kelib chiqyapti 88. Bizdan o'sha massalarning yig'indisini so'rayapti. Demak javobimiz D javobga to'g'ri keladi. Xo'p, 18-savol. Kislorod haqida to'g'ri ma'lumotlarni aniqlang deyapti. Donor bo'lganda 3 valentli bo'ladi. To'g'ri. Is gazida bo'lmasa gidroksionik kationida desak ham, gidroksionik kationda bu yerda 3 valentli bo'ladi. Donor akseptor bog'ning hisobiga. Suyuq holatda rangsiz, yo'q, rangli bo'ladi, 2 chiqib ketadi. Oksidlanish darajasi har doim manfiy. Yo'q, chunki ftor bilan birikma hosil qilganda musbat holatda ham bo'ladi. Shuning uchun 3 javobni ham chiqarib olamiz. Ozonga qaraganda kuchli oksidlovchi. Yo'q, ozon kislorodga qaraganda oksidlovchilik xossasi yuqori bo'ladi. Shuning uchun faqat 1 degan javobni olishimiz kerak. 19-savol. O'rtacha molyar massasi 30 gram taqsim mol bo'lgan is gazi va kislorod aralashmasi to'liq reaksiyaga kirishganda o'rtacha molyar massasi gram taqsim molda aniqlang degan savol berilyapti. Yaxshi. Xo'p, demak bu yerda diagonalga qo'yib mol nisbatlarini topa olamiz. Bu yerda is gazi bor ekan va kislorod bor ekan. Bularda is gazining massasi 28, kislorodning massasi 32, ikkalasining o'rtachasi 30 ekan. Bundan buni ayiradigan bo'lsam bu 2 bo'ladi. Bundan buni ayirsam ham demak 2 kelib chiqadi. Ikkalasini 2 moldan deb olsak bo'laveradi. Bu degani teng mol nisbatda aralashtirilgan ekan. Is gazi demak kislorod bilan reaksiyaga kirishadigan bo'lsa hosil bo'ladi. Bu yerda karbonat angidrid. Bu yerga ham 2, bu yerga ham 2 qo'ysam reaksiya teng bo'ladi. Bilamizki, kimyoviy reaksiyaga moli kichigi bilan kirishadi. 2 moliga 1 mol hosil bo'lyapti, bundan ham 2 mol hosil bo'lyapti. Bu yerda is gazini orqali ketamiz, chunki bu yerda 2 ni 2 ga bo'lsam 1 mol bo'ladi, 2 ni 1 ga bo'lsam kisloroddan 2 mol bo'ladi. Shuning uchun demak, is gazi to'liq reaksiyaga kirishadi. Is gazi to'liq reaksiyaga kirish uchun demak 1 mol kislorod ketadi va mana yerda undan tashqari 2 mol karbonat angidrid hosil bo'ladi. Demak, o'z bizda is gazidan 2 mol bor edi, 2 mol reaksiyaga kirishib ketsa qolmadi. Kisloroddan faqat 1 mol reaksiyaga kirishib ketdi, ya'ni 1 mol ortib qoldi. Demak, 1 mol ortib qolgan kislorod bor va mana yerda hosil bo'lgan 2 mol karbonat angidrid bor. Ikkalasini demak o'rtacha molyar massasini topsak bo'ldi. Ham o'rtacha teng bo'ladi. 1 ni ko'paytiramiz 32 ga plus 2 ni ko'paytiramiz 44 ga va shuni bo'lib qo'yamiz, ikkalasining moli 3 ga. Xo'p, 2 ni 44 ga ko'paytirsam 88, 32 ni qo'shadigan bo'lsam 120 bo'ladi. 120 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsam, demak bu yerda o'rtacha massasi 40 ga teng bo'lar ekan. Javob shunda C javobga to'g'ri keladi. 20-savol. Tribrom propanning nechta izomeri bor degan savol qo'yilyapti. Yaxshi, 1, 2, 3. 3 ta uglerod, ya'ni propan. Endi bromlar joylashtirib chiqishim kerak. Bromni qanday joylashtirsam bo'ladi? Birinchi 1, xo'p, 2 va 3. 1, 2, 3 tribrom propan. Bu birinchi izomeri. Xo'p, ikkinchi holatda buni boshqacha qilib yozsam bo'ladi. 1, 2, 3. Xo'p, endi uchala bromni ham faqat bittasiga qo'yaylik mana. 3 ta 1, ya'ni 1 tribrom propan, ikkinchisi. Xo'p, uchinchi holatda demak, xo'p 1, 2, 3 ikkitasini birinchisiga qo'yamiz, bu yerga brom qo'yamiz va yuqoriga yoki sal bu tomonga yozsak. Xo'p, mana bu uchinchisi desak, mana yerga brom qo'yadigan bo'lsam 1, 2 tribrom propan. Keyin to'rtinchisi demak 1, 2, 3. Endi bunday qilsam bo'ladi. Yana 1 ga brom qo'yib turib, mana 1 holatga brom qo'yamanda, endi 3 ga brom qo'ysam bo'ladi. 1, 3 tribrom propan bo'lyapti. Xo'p, 5-holatda hosil qilishimiz mumkin. 1, 2, 3. Endi ikkita bromni o'rtaga qo'yishim mumkin, mana. Ikkita bromni o'rtaga, bittasini bu tomonga qo'yishim kerak. Yo yoqqa, yo bu yoqqa qo'ysam farqi yo'q. 1, 2, 2 tribrom propan.
bundan boshqa hosil qilib bo'lmaydi. Jami izomerlari 5 ta bo'ladi. Shunda javob B javobga to'g'ri keladi. Xo'p, 21-savol. 1 brom 3 dimetil butan mol miqdoridagi kaliy gidroksidning spirtdagi eritmasi bilan qizdirilganda A modda hosil bo'ldi. A modda mol miqdoridagi bromli suvdan o'tkazilganda B modda hosil bo'ldi. B modda mol miqdoridagi kaliy gidroksidning spirtdagi eritmasi bilan qizdirilganda nima hosil bo'ladi degan savol qo'yilyapti. Xo'p, berilgan reaksiyani ketma-ket holatda yozib olishimiz kerak. Xo'p, butan degan uchun demak uglerodlari 4 ta, 2, 3, 4 ta. Xo'p, 1 da brom, 3 dimetil. Xo'p, birinchi uglerodda bromi bor ekan va uchinchi uglerodlarda 2 ta metil radikali bor ekan. Endi bunga kaliy gidroksidning spirtdagi eritmasi, demak kaliy gidroksidini spirtdagi eritmasini qo'shsam, bu yerdagi vodorodni ham ko'rsatamiz. Bu yerdagi brom bilan bu yerdagi kaliy reaksiya kirishib kaliy bromid, bu yerdagi vodorod bilan bu yerdagi OH birikib suv. Demak, u mahsulotlarni yozmayman-da, hosil bo'layotgan mahsulotni yozib ketamiz. Xuddi shuni o'rnida qo'shbog' hosil bo'lyapti. Ya'ni alken hosil bo'ladi bu yerda. Bu alkenning nomi demak 3 dimetil buten 1 hosil bo'lyapti. Endi qizdirilganda A modda hosil bo'ldi. Mol miqdordagi bromli suvdan o'tkazilganda, demak, bunga brom qo'shadigan bo'lsa agar, demak bu yerda aytay qo'shbog'ning uzilishini hisobiga, demak 1, 2, 3, 4 mana yerdagi metil radikallari o'z o'rnida turadi. Mana yerdagi birinchi uglerodga va ikkinchi uglerodlarga brom kelib birikadi. Endi B modda mol miqdoridagi kaliy gidroksidini spirtdagi eritmasi. Endi mol miqdoridagi deyapti. Bu yerdagi vodorodlarni ham ko'rsatib yozamiz. Demak, kaliy gidroksididan 2 mol ta'sir ettiriladi. 2 ta kaliy, 2 ta bromni olib chiqib ketadi, 2 ta OH, 2 ta vodorodni olib chiqib ketadi. Natijada 1, 2, 3, 4 mana yerda 2 ta metil turibdi. Faqat mana yerda alkin hosil bo'ladi. Ya'ni 3 dimetil butin 1 degan javob kelib chiqadi. Mana yerda bu D javobga to'g'ri kelyapti. Xo'p, 22-savol. Molekulasi sp3 s qoplanishlar soni 8 ta bo'lgan benzol gomoligida nechta sp2 s qoplanish bo'ladi degan savol qo'yilyapti. Xo'p, benzol gomoligi demak benzol halqasini chizamiz. Benzol halqasida demak bu yerda hammasi tarkibda hozir sp3 gibridlanishi yo'q. Magnetga qandaydir radikal kelib birikadigan bo'lsa, misol uchun bitta radikal kelib birikadigan bo'lsa, 3 ta vodorodi bo'ladi-ku mana. Mana shularning orasida sp3s bo'ladi. Hozir sp3s bu yerda 3 ta xolos. Yana vodorod qo'shadigan bo'lsa, mana uglerod qo'shadigan bo'lsa, mana yerda etil radikalini qo'yadigan bo'lsa, mana e'tibor bersangiz, mana 1, 2, 3, 4, 5 ta. sp3slar soni 5 ta bo'ldi. Agar yana bitta qo'shadigan bo'lsam, bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta bo'lib qoldi. Xo'p. Demak, toq hosil bo'lyapti. Biz juft hosil bo'lish uchun bunday deb o'ylaymiz endi bo'lmasa. Bitta radikal emas, 2 ta radikal qo'yib ko'raylik. Hozir faqat bitta radikal qo'ydim xolos-da. Shu yerda boshqacharoq qilib turib, misol uchun bir tomoniga metil qo'yib turib, misol uchun bu tomoniga xo'p, tomoniga etil qo'ysakchi. Xo'p, bir tomoniga yana radikal qo'yib ko'raylik, bo'lmasa alohida qilib, misol uchun etil radikalni qo'yib ko'rsam, xo'p, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. Endi bo'ldi. Mana bu yerda vodorod, bu yerda ham vodorod, bu yerda ham vodorod, mana. Demak, bu yerdagi mana uglerod sp3 holatda bo'ladi, bular ham sp3 bo'ladi mana. sp3 gibridlanishda. sp3slar mana vodorodlarda hisobiga sp3s bo'ladi mana. sp3s bular ham xuddi shunaqa. Demak, bu yerda 8 sp3s bo'ldi. Endi sp2s bo'lish uchun demak s bu vodorodda, misol uchun manetdagi uglerodda, mana shu uglerodda bitta vodorod bo'ladi.
Bunda ham bitta vodorodi bor, bunda ham bitta vodorodi bor, bunda ham bitta vodorodi bor. O'zi bilamizki, benzol gomoligini tarkibida, mana shu benzol halqasidagi uglerodlar gibridlanishi sp2 holatda bo'ladi. Demak, sp2s bo'lishi uchun o'sha vodorodlar soniga qarab ko'ramiz. Bu yerda hop 1, 2, 3, 4 ta vodorod bo'lganligi uchun, demak, sp2s bog'lar soni, ya'ni qoplanishlar soni 4 ta bo'ladi deb xulosa qilishimiz mumkin. Shunda javob D javobga to'g'ri keladi. 23. Qaysi spirt yonganda 8.96 litr normal sharoitda karbonat angidrid va 10.8 gram suv hosil bo'ladi? Javoblarda hammasi bir atomli spirt bergani uchun men ham bir atomli spirtni umumiy formulasidan foydalanib ketaman. Bir atomli spirtning umumiy formulasi SnH2n plus 1OH bo'lardi. O'shani plus 2O qilib yozsam ham bo'laveradi. Osonroq sizlarga tushuntirishlik uchun. Hosil bo'ladi, demak bu yerda karbonat angidrid plus H2O. Bu yerda reaksiyani tenglashtirsak, bu yerga n qo'yishimiz kerak. Buni oldiga esa n plus 1 qo'yamiz. Xo'p, endi kislorodlar soni 2n tayu 3n plus bitta. 3n dan bitta kislorodni ayirasam, 3n plus 1 dan bitta kislorodni ayirasam, 3n 2 ga bo'lsam, mana yerda 1,5 n qolyapti. Endi 8.96 litr karbonat angidrid. Bu 8.96 ni molga bo'tsam, oson ishlayman. 22 4 ga bo'lsam 0.4 mol. Demak, 0.4 mol bu yerda karbonat angidrid bor ekan. 0.4 mol. Endi 10.8 gram suv. 10.8 gram suvni ham molga aylantirishim mumkin. 10.8 ni bo'lamiz, demak 18 ga. Xo'p, 10.8 bo'lingan 18 0.6 mikanda. Xo'p, 0.6 mana. 0.6. Buni moli n mol, buni moli n plus 1 mol. Shu yerda demak proporsiya qilib ishlashimiz mumkin. 0.6 ni n ga ko'paytiradigan bo'lsam 0.6n, 0.4 ni n ga ko'paytiradigan bo'lsam 0.4n, 0.4 ni 1 ga ko'paytirsam plus 0.4 bo'ladi. 0.4n bu yoqqa minus o'tadi. 0.6n dan ayiraman 0.4n ni teng bo'ladi 0.4 ga. Xo'p, 0.6 dan 0.4 ni ayirsam 0.2n teng bo'ladi 0.4 ga, n teng bo'ladi 2 ga. Ya'ni 0.4 ni 0.2 ga bo'lib qo'ysam 2 kelib chiqadi. Demak, bu yerda etanol bo'lgan ekan javob. Bu B javobga to'g'ri keladi. 24-savol. Aldegid molekulasidagi bog' hosil qilishda qatnashgan gibrid orbitallar soni bog' hosil qilishda qatnashgan gibridlanmagan orbitallardan 8 taga ko'p bo'lsa, aldegidning bruto formulasini aniqlang. Xo'p, yaxshi. Umumiy ko'rinishda yozamiz. Demak, Sn H2n plus 1. Xo'p, quyidagicha holatda ifodalab olaveramiz. Demak, bu aldegidlarning umumiy ko'rinishi. Bu yerda bog' hosil qilishda qatnashgan orbitallar deyilyapti. Demak, mana yerdagi uglerodning gibridlanishi sp3 bo'ladi. sp3 bu yerda bog' hosil qilishda 4 ta orbital qatnashadi. 4 ni n ga ko'paytiradigan bo'lsam 4n ta bo'ladi. Plus undan tashqari mana yerda uglerodga 1, 2, 3 ta bo'ladigan bo'lsa, demak sp2 bo'ladi. Demak, bog' hosil qilishda 3 ta orbital qatnashyapti. Xo'p, undan tashqari mana yerdagi kislorodga ham sp2 bo'ladi-yu. sp2 ni faqat bittasi qatnashyapti. Mana bitta elektroni bu yerda qatnashyapti. Shuning uchun demak 4n plus mana uglerodda 3 ta-yu, bunda bitta bilan 4 ta bo'ladi. 4n plus 4 bu bog' hosil qilishda qatnashgan gibridlangan orbitallar. Endi shunchaga ko'p bo'lsa, bundan ayirib qo'yishim kerak. Bog' hosil qilishda qatnashmagani bu slar qatnashmaydi. Demak 2n plus 1. Undan tashqari mana yerda ham bitta vodorodniki qatnashmaydi. Bu ham s bo'ladi. Keyin undan tashqari mana yerda pi bog'ida ham 2 ta bor-ku, P'dagi ikkitasi ham demak qatnashmaydi. 2 mana yerdagi bitta vodorod bilan 3, mana yerdagi 1 bilan demak 4 kelib chiqadi. Demak 2n plus 4. Demak, buni ayirib qo'yganimda farq 8 kuzatilishi kerak. Demak, 4n plus 4 minus 2n minus 4 teng bo'ladi 8 ga. Plus 4 minus 4 yishib ketadi. 4 dan 2 ni ayirsam 2n teng bo'ladi 8 ga.
n teng bo'ladi demak 4 ga. Demak bu yerda 4 ta uglerod bo'lsa, bu yerda bitta uglerod bilan 5 ta bo'ladi. S5 H10 O kelib chiqadi. Shunda demak javob bu D javobga to'g'ri keladi. Xo'p, 25. Qaysi karbon kislota tarkibidagi uglerod massasi uglerod va vodorod massalari yig'indisidan 1,75 marta kam degan savol qo'yilyapti. Xo'p, demak bu yerda karbon kislotalarining umumiy formulasidan foydalanamiz. SN H2N plus 1 SOOH holatda bo'ladi. Endi bu yerda aytilyaptiki, kislorod massasi uglerod va vodorod massalari yig'indisidan 1,75 marta kam. Xo'p, kislorod kam ekan. Demak, bu yerda uglerod massalari 12N plus 12, men uglerod bor. Endi bunga qo'shaman vodorod massasi 1-2n ga ko'paytiradigan bo'lsam 2n plus 1, mayda karboksil guruhdan bitta vodorod bor, plus 2 bo'ladi. Ikkalasini massasini yig'indisidan shuni bo'lib qo'yishim kerak ekan. Demak, kislorod massasi ikkitasi 32, shunga nisbat 1,75 taqsim 1 kelib chiqish kerak. Shu tenglamani ishlashimiz kerak. 12n ga 2n ni qo'shadigan bo'lsam 14n, 14n ni 1 ga ko'paytirsam 14. 12 dan 2 ga qo'shadigan bo'lsam 14 bo'ladi. 14n plus 14 teng bo'ladi. Xo'p, 32 ni ko'paytiramiz 1,75 ga. Shunda 56 kelib chiqadi. 56. 14n teng bo'ladi. 56 dan ayrimiz 14 ni. Xo'p, 14 ayirsak demak 42. 14n teng bo'lyapti 42 ga, n teng bo'ladi demak 3 ga. 42 ni 14 ga bo'ladigan bo'lsak, n ni qiymati 3 ga teng bo'ladi. Demak, bu yerga n ni o'rniga 3 ni qo'yadigan bo'lsam, S3 H7 SOOH bo'ladi. Endi buni yig'ib yozadigan bo'lsak, demak 4 ta uglerodi bo'lgan kislota, demak moy kislotasi bo'ladi. Javob D javobga to'g'ri keladi. Davom etamiz. Navbatdagi savolimiz 26. Yog' gidrolizidan 1 ga 2 mol nisbatda kaliy polimetinat va kaliy margarinat hosil bo'ldi. Yog' molyar massasini gram taqsim molda aniqlang degan savol berilyapti. Xo'p, yaxshi. 1 2 3. Xo'p, bu yerda demak SH2 kislorod, uglerod, kislorod, demak polimetin kislotasi. Xo'p, S15 H31. Xo'p, kislorod, uglerod, kislorod, demak margarinat deyapti. Demak S16 H33. 1 ga 2 mol nisbatda deyapti. Demak bundan 1 molu, mana margarinatdan 2 mol nisbatda bo'lgan. Xo'p, hosil bo'lgan mahsulot demak quyidagicha yozyapmiz-da. S16 H33. Biz demak yog'ni formulasini yozib oldik. Endi bu yerda formulasini yozib bo'lgandan keyin endi buni massasini hisoblab qo'ysak bo'ldi. SH bo'ladi. Uglerodlari 1 2 3 4 5 6. Xo'p, 6 ga 32 ni qo'shadigan bo'lsak 38 bo'ladi. 38 ga demak 15 ta qo'shishimiz kerak. Demak, xo'p, 53. Demak ugleroddan 53 ta bo'lyapti. Xo'p, vodorodlari endi 2 3 5. Xo'p, bu tomonda 90 u 97. Xo'p, 97 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak, demak 102 bo'ladi. H 102 kisloroddan 6 ta. Endi shu moddani massasini hisoblaymiz. 53 ni ko'paytiramiz 12 ga, demak 636. 636 uglerod massasi plus 102 plus 16 ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak 96 kelib chiqyapti. 636 ga qo'shamiz 102 ni qo'shamiz
96 ni. Demak 834 kelib chiqyapti. 834 demak mana javobda turibdi bu. Xo'p, 27. Glyukozani bijig'ishi ikki xil yo'nalishda, ya'ni etil spirti va moy kislota hosil bo'lishi bilan boradi. Glyukoza bijig'ishidan olingan gaz aralashmasi ishqor eritmasiga yuborilganda hajmi 2,5 marta kamaygan bo'lsa, glyukoza necha foizi spirtli bijig'igan degan savol qo'yilyapti. Yaxshi, glyukozani formulasi demak S6H12O6. Demak buni birinchi spirtli holatda bijig'itadigan bo'lsak, hosil bo'ladi etil spirti S2H5OH bilan plus karbonat angidrid hosil bo'ladi. Xo'p, demak bu yerda etil spirtidan 2 mol hosil bo'ladi. Shunda demak 4 tayi, bu yerga ham 2 qo'yadigan bo'lsak, demak reaksiya teng bo'ladi 6 ta. Xo'p, 4 ta kislorod, 6 ta. Endi ikkinchi holatda o'zi berilgan masala shartida xo'p, moy kislota hosil bo'lishi bilan boradigan deyapti. Xo'p, moy kislota hosil qilish kerak ekan. Demak, moy kislotasining formulasi S3H7SOOH plus undan tashqari karbonat angidrid plus vodorod ham hosil bo'lyapti. Endi bu yerda reaksiyani tenglashtirish uchun uglerodlar 4 tayu, metga 2 qo'yadigan bo'lsam, xo'p, 6 ta, 2 ta, 4 ta, 6 ta, demak vodorodlarni ham tenglashtiramiz. Xo'p, 8 ta bu tomonda vodorod, 12 ta bo'lish uchun xo'p, yana 4 ta kerak. Demak, bu yerga 2 qo'yadigan bo'lsak, reaksiya teng bo'ladi. Xo'p, bizda masala shartida aytilyaptiki, ishqor eritmasiga yuborilganda hajm 2,5 marta kamaygan bo'lsa, glyukozani necha foizi spirtli bijig'igan. Xo'p, bizda o'zi nima bor? Bizda gazlar bu karbonat angidrid bilan, demak plus demaylik, bu tomonda demak mana vodorod bor. Ikkalasi umumiy deylik, buni ham molini karali son bo'lish uchun ikkalasini ham 2,5 mol desam, ya'ni umumiy 2,5 mol desam, aytayaptiki 2,5 marta kamaygan. Demak, 2,5 marta kamayadigan bo'lsa, nimani hisobiga kamayadi? Bu mana karbonat angidrid reaksiya kirishib ketishini hisobiga kamayadi. Ya'ni bu yerda 1 mol qolyapti. Mana 2,5 marta kamaysa 1 mol qoladi. Ya'ni 1 mol bu vodorod qoladi. Chunki bu ishqorda eritmasi bilan reaksiya kirishmaydi. Shu orqali biz topib olishimiz mumkin. Ya'ni 2 mol karbonat angidrid reaksiya kirishganda 2 mol vodorod hosil bo'lsa, 1 mol vodorod reaksiya kirishmagan, qolib ketgan. Shunda qancha bo'ladi buniki desam, bu ham 1 mol bo'ladi. 2 ni 1 ga ko'paytirib 2 bo'lsa 1. Endi bu 1 mol bo'lgandan keyin bu o'zidan o'zi 1,5 mol bo'lgan bo'ladi. O'zi ikkalasini 2,5 mol deb oldik-da o'zimiz. Endi 2,5 mana 1,5 moldan 1 mol pastdan chiqayotgan bo'lsa, 0,5 mol tepadan hosil bo'lgan bo'ladi. Demak 0,5 mol bundan hosil bo'ladi. Xo'p, demak hozir umumiy molini topsak bo'ladi. Demak, xo'p, biz bu yerda hozir glyukozani qancha mol bo'lganligini topsak bo'lar ekan. Bunday qilamiz. Xo'p, birinchi holatda 1 mol glyukoza, ya'ni yuqoridagi reaksiya uchun yozyapman. 1 mol glyukoza bijig'iganda, demak bu yerda 2 mol karbonat angidrid chiqadi. 0,5 mol bo'lganda birinchisidan qancha mol bo'lgansa, glyukoza demak 0,25 mol bo'lgan. Birinchisi uchun 0,25 mol ketgan. Ikkinchisi demak bunda 1 mol reaksiya kirishganda, demak 2 mol hosil bo'layotgan bo'lsa, 1 molga qancha bo'ladi deb proporsiya qiladigan bo'lsak, demak 0,5 mol bo'ladi. Mana qarang. 2 marta yozsak ham bo'lar ekan, sal tushunarliroq bo'lardi. Endi e'tibor berasiz, yaxshilab qarang. Birinchi holatda etil spirtli 2 marta yozishda hojati yo'q. Demak, endi 0,25 mol bittasidan, 0,5 mol yana bittasidan jami 0,75 mol bizda glyukoza bo'lgan. 0,75 mol glyukozamiz bu 100% tashkil etadigan bo'lsa, bizdan hozir masala shartida necha foizi spirtli bijig'igan? 0,25 mol spirtli bijig'ish uchun ketgan-ku. Demak, 0,25 mol qancha bo'ladi desam, mana 100 ni 3 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsam, 33,33% kelib chiqadi. Bu javobni ko'radigan bo'lsak, mana bu javobga to'g'ri keladi. 28-savol.
Pirimidin molekulasidagi sigma va pi bog'lar sonining yig'indisini toping deyapti. Demak, pirimidinning formulasini yozib olamiz bu yerda. Xo'p, ugleroddan 4 ta, vodoroddan ham 4 ta, demak azotdan 2 ta. Xo'p, sigma va pi bog'larning yig'indisini so'ragani uchun biz demak umumiy bog'lardan hisoblab ketaveramiz. Uglerod beta 4 valentli, bilamiz organik moddalarning ichida 4 valentli. Endi 4 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsam, jami elektronlari 16 ta bo'ladi. Endi vodorod 1 valentli, 1 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsam 4 bo'ladi. Azot 3 valentli, 3 kere 2 6. Demak, hammasini qo'shadigan bo'lsam 26. Bilamizki, bitta bog'ni hosil qilish uchun, misol uchun mana bitta bog'ni hosil qilish uchun bizda 2 ta elektron qatnashadi. Demak, 26 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam, demak 13 ta sigma va pi bog'larning yig'indisi kelib chiqadi. Bu javob mana C javobga to'g'ri keladi. 29. Ekvimolyar nisbati olingan sterol va divinilning sopolimerlanish natijasida hosil bo'lgan makromolekulyarning molyar massasi 632 ming gram taqsim mol bo'lsa, polimerlanish darajasini aniqlang degan savol qo'yilyapti. Demak, biz bu yerda sopolimerlanish reaksiyasini yozishimiz kerak. Xo'p, demak, sterolning formulasi benzol halqasi. Benzol halqasida vinil radikali bo'ladi. Mana vinil radikali. Endi butadiyen 1,3. Bu yerda butadiyen 1,3. Demak, bu yer demak sopolimerlansa, demak qo'sh bog'lari uziladi. Qo'sh bog' uzilgandan keyin metga, demak quyidagi reaksiya sal kattaroq bo'lgani uchun yozyapmiz mana. Xo'p, mahsulot tepaga yozilyapti. Xo'p, mana qo'sh bog' uzildi. Mana qo'sh bog'lari ham uzilib turib, o'rtaga tarmoqlanadi va bir-biri bilan birikib turib 1 2 3 4 mana bitta qo'sh bog' bor. Demak, mana yerda qo'sh bog' bor. Katta bitta, demak, makro molekulani hosil qiladi. Endi polimerlanish darajasini topishlik uchun demak mana bu yerda massasiga bo'lib qo'yishimiz kerak. 632 mingni bo'lib qo'yamiz. Demak, xuddi shu moddaning massasiga. Demak, bu moddaning massasini hisoblab chiqsak, 158 kelib chiqadi. Demak, 632 ni bo'lamiz 158 ga, demak 4 kelib chiqsa 4000 bo'lar ekanda. Polimerlanish darajasi 4000 bo'ladi. Bu C javobga to'g'ri kelyapti. Keyingi savolga o'tamiz. Rasmda aralashmalarni ajratishning qaysi usuli tasvirlangan? Rasmga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, mana yerda suyuq moddani bug'latyapti-da, bug'langan modda bilan ajratyapti. Bu usulning nomini haydash usuli deyiladi. Demak, mana A javobga to'g'ri keladi. Demak, 30-savolda javobi A bo'lar ekan. 31-savol. 4 ta raqamlangan probelkada anorganik moddalar eritmasi bor. Quyidagi ma'lumotlar asosida eritmadagi moddalarni probelka raqami bilan moslang degan savol qo'yilyapti. Xo'p, yaxshi, biz ham demak raqamlab olamiz. 1-probelka, 2-probelka, 3-probelka va 4-probelkalar bor ekan. Endi 2 va 4-probelkalarda moddalar bir-birini neytrallaydi. Neytrallanish reaksiyasiga kirish uchun demak asos bilan kislota bo'lishi kerak. Xo'p, demak 2 bilan 4 ga bo'lishi mumkin. Nitrat kislotasi C bo'lishi mumkin yo natriy gidroksid. Shu ikkalasidan bittasi 2 bilan 4 ga to'g'ri keladi. Endi uchinchisini qarang. Ikkinchi shartida 3 va 4-probelkalarda eritmalar aralashtirilsa, o'tkir hidli gaz ajraldi. O'tkir hidli gaz mana ammoniy xloriddan chiqadi. Ammoniy xloridi tarkibidan ammiak chiqadi. Ammiak qachon chiqadi? Qachonki bunga ishqor ta'sir ettirilsa. Xo'p, yaxshi. Demak, ishqor ta'sir ettirishim uchun demak mana 4-probelkadagina men ishqor deb olsam bo'lar ekan, chunki ikkalasi ham bir xilda. Shuning uchun demak bu natriy ishqori 4-probelka bo'ladi. Endi xo'p,
Ana ikkinchi probilkamiz o'z-o'zidan nitrat kislota bo'lib qoladi. Ikkinchi probilkamiz demak bu nitrat kislotasiga to'g'ri kelyapti. Xo'p, uchinchi probilkamiz o'tkir hidli gaz, demak bu ammoniy xlorid bo'ladi. NH4 xlor o'zidan o'zi A javobga bariy nitrat qolyapti. Demak bu bariy nitrat bo'lgan ekan. Endi shularni javobdan topib chiqamiz. Xo'p, 1 ga A bariy nitrat to'g'ri. Xo'p, 2 ga nitrat kislota S, 2 ga xo'p 2 ga S unga to'g'ri kelyapti. Shekilli 1 ga A, 2 ga S, B ga 3 to'g'ri, B ga 3, 4 ga D to'g'ri. A javob ekan demak. 31-savol javobi A bo'ladi. 32 talol, sterol va fenolni nima bilan farqlash mumkin? Xo'p, bu yerda uchalasidan bitta mana kaliy faqatgina fenol bilan reaksiya kirishadi. Bu yerda farq qilolmaysiz. Xo'p, endi javob topishimiz kerak. Uchalasi bilan ham reaksiya kirishadigan, cho'kma hosil qiladigan moddalar topishimiz kerak. Bu uchalasi bilan reaksiya kirishadigani bu bromli suv bo'ladi. Shuning uchun javob demak bromli suv degan javobni olamiz javobda. Xo'p, demak 33-savoldan 35-savolgacha. Xo'p, magniy 15% nitrat kislota eritmasi to'liq yaratildi. 8 litr 1,12 atmosfera 0 gradusda ekvivalent nisbati 2 xil gazdan iborat zichligi 1,8 gram taqsim litr bo'lgan aralashma hosil bo'ldi. Va 3 ta shart qo'yilyapti. Shu 3 ta shartni demak biz topishimiz kerak ekan. Xo'p, yaxshi. Endi mana qavs ichidagi holatda e'tibor beramiz. 1,12 atmosferada 0 gradus holatda turibdi. Biz bilamizki, 1 atmosfera, ya'ni normal bosimda hajmimiz 22,4 litr hajmni egallaydi. Endi e'tibor beradigan bo'lsangiz, hozir bu yerda atmosfera bosim o'zgargan. 1 atmosferadan 1,12 atmosferaga qarab ortgan. Demak, 1,12 atmosferaga qarab ortyaptimi? Ya'ni bu yerda hajm shuncha marta kamayishi kerak. Ya'ni bir-biriga teskari proporsional bo'ladi. Demak, ikkinchi hajmni topishimiz uchun, nima qilishimiz kerak? 22,4 litrni bo'lib qo'yaman 1,12 ga. Chunki 1,12 marta ortyapti-da bosim. Demak, hajm shuncha marta kamayishi kerak. 22,4 ni bo'lib qo'yamiz 1,12 ga. Demak, hajm 20 litrni tashkil etgan ekan. Endi to'liq yaratildi 8 litr ekvivalent nisbati. Demak, bu yerda mol tafosili bo'ladi. Gazlarning molini topishlik uchun biz nima qilamiz? Ya'ni 8 litrni bo'lamiz 20 litrga. Shu yerda moli kelib chiqadi. 20 litrga bo'lsa, demak 0,4 mol bu gazlar aralashmasining umumiy moli bo'ladi. Endi bu yerda ikki xil gazdan iborat zichligini bergan 1,8, bu yerdan M o'rtachasini topsak bo'ladi. M o'rtachani topishlik uchun berilgan zichlik D zichlikni ko'paytirib olishimiz kerak hajmiga, ya'ni hajmi 20 litr. M o'rtachamiz teng bo'ladi shu yerda zichlik 1,8 ni 20 ga ko'paytirsam 36. Shu ikkita gazni o'rtachasi demak 36 ga teng bo'lgan ekan. Endi magniy nitratni parchalaymiz. Magniy nitrat parchalansa nima hosil bo'ladi? Demak, birinchi holatda xo'p, shu yerda ozgina xatolik qo'yibman-da. Xo'p, magniy nitratni parchalamaymiz. Magniy nitratni hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanday holatlarda hosil bo'lishiga e'tibor berishimiz kerak. Demak, magniy plus nitrat kislota bilan reaksiya kirishadigan bo'lsa, hosil bo'ladi. Demak, bu magniy nitrati, xo'p, plus undan tashqari azot peroksidi plus suv hosil bo'ladi. Endi ikkinchi holatimizda magniy plus nitrat kislota bilan reaksiya kirishadigan bo'lsa, hosil bo'ladi magniy nitrati va mana yerda qanaqadir gaz chiqadi. Shuni hozir birgalikda topamiz. Ya'ni bu yerda gaz bittasi azot peroksidi plus ikkinchisini X deb oladigan bo'lsam, ikkalasi ham teng molda ekvivalent degani, ikkalasini ham moli teng degani.
bundan 1 mol, bundan ham 1 mol oladigan bo'lsam, bularni massasi qana bo'ladi? Hozir mana o'rtachasi 1 molga olinganda 36 bo'ladi-da, biz 1 molga 1 mol olgandan keyin 2 mol bo'ladi, massasi 72 bo'lib qoladi. Shu yerda tenglama tuz olsam bo'ladi. 28 ga 16 ni qo'shadigan bo'lsak, xo'p, demak 44 bo'ladi. 44 plus x teng bo'ladi. Hozir bu yerda 2 mol gaz aralashmasi bo'lgani uchun 36 ni 2 ga ko'paytirib oldimda 72. Demak x teng bo'ladi. 72 dan minus qilamiz. Demak 44 da. Xo'p, x teng bo'ladi 28 gami shu yerda. 28 bo'lsa, keyin o'shanda demak azot gazi chiqqan ekan. Mana yerda hosil bo'lgan gaz, demak azot gazi bo'lyapti. Endi biz shu reaksiyalarni tenglashtirib olishimiz kerak. Xo'p, bu yerga 4 qo'yishimiz kerak ekan, bu yerga 10 qo'yishimiz kerak ekan. Bu yerga ham 4 qo'yadigan bo'lsam, suvni oldiga 5 qo'yishim kerak bo'ladi. Xo'p, pastdagi reaksiyani tenglashtirsam, bu yerga 5 qo'yishim kerak bo'ladi. Xo'p, nitrat kislotani oldiga 12 qo'yamiz. Xo'p, bu yerga ham 5 qo'yadigan bo'lsam, 5 kere 2 10 ta, bu bilan 12 ta. Demak, bu yerga 6 qo'yadigan bo'lsam, 6 kere 2 12. Kislorodlari 12 ni 3 ga ko'paytirsam 36, 3 kere 2 6, 6 kere 5 30. Demak, 30 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak, 36 bo'lib, demak reaksiyamiz teng bo'lar ekan. Xo'p, endi bizda so'ralganlarni hammasini bir chekkadan 33-savolda gaz aralashmasining o'rtacha molar massasi. Gaz aralashmasining o'rtachasi mana yerda topib qo'yganmiz. Bu birinchi savolda, o'sha 33-savolda yechimi bo'ladi. 33-savol demak 36 degan javob bo'lsa, bu B bo'ladi mana. Demak 33-savol javobi B. Sarflangan magniy miqdorini molda aniqlang. Xo'p, yaxshi. O'zi gaz aralashmasi bizda 0,4 mol. Endi teng miqdorda bo'lgandan keyin ikkalasi ham 0,2 moldan bo'ladi. Bu ham 0,2 mol bo'ladi, bu ham 0,2 mol bo'ladi. Magniydan 5 mol reaksiya kirishganda bundan 1 mol kirishadi, 0,2 bo'lganda bundan 1 mol kirishadi. Bundan 4 mol kirishganda bundan 1 mol hosil bo'lsa, 0,2 molidan qancha desam, 4 ni 0,2 ga ko'paytirsam 0,8. 0,8 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsam, jami magniylarning moli 1,8 molni tashkil etadi. Ya'ni 1,8 mol bo'ladigan bo'lsa, bu D javobga to'g'ri keladi. Xo'p, magniyning miqdori demak 1,8 mol. 35-savol nitrat kisloti eritmasining massasini aniqlang deyilyapti. Xo'p, demak buni 10 mol reaksiya kirishganda 1 mol kirishadigan bo'lsa, 0,2 mol qancha desam, bu yerda 2 mol kirishadi. Xo'p, buni 12 moliga 1 mol bo'lsa, 0,2siga qancha desam, 2,4 mol. 2,4 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsam, demak 4,4 mol kelib chiqadi. Endi 4,4 mol nitrat kislotani 63 ga ko'paytirsam, massasi kelib chiqadi. 4,4 ni ko'paytiramiz 63 ga, demak 277,2. 277,2 grammimiz bu masala sharti berilgan 15% da adashmasam 15% ga to'g'ri keladi. Xo'p, 100% qancha deb proporsiya qilib qo'yishimiz kerak. 100% ni topamiz. Demak 277 keyin ko'paytiramiz 100 ga va shuni bo'lib qo'yishimiz kerak ekan 15 ga. 1848. Demak javob kelib chiqyapti. Nitrat kisloti eritmasining massasi 1848. Bu Y javobga to'g'ri kelyapti. 36-savol. 114,8 gram rux kuporosi suvda eritilib, tayyorlangan 10% eritmaga 12 gram magniy qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmaga 365 gram 20% xlorid kisloti eritmasi qo'shildi. Oxirgi eritma massasini gramda aniqlang degan savol qo'yilyapti. Xo'p, yaxshi. Rux sulfat ko'paytirilgan 7 molekula suvni massasini hisoblab olishimiz kerak. Ya'ni bu yerdagi rux sulfatni molini topa olamiz shunda. Xo'p, demak 7 ni ko'paytiramiz 18 ga, qo'shamiz bunga 64, qo'shamiz 32, qo'shamiz 65. Demak 287 gram. Molini topishlik uchun 114,8 ni bo'lib qo'yishim kerak 287 ga. Xo'p, 114,8 ni bo'lamiz 287. Demak 0,4 mol kelib chiqyapti. 0,4 mol bu yerda rux sulfat bo'lgan ekan. Endi buni 0 massaga olib o'tadigan bo'lsam, rux sulfatning o'zini massasini, tuzni massasi, xo'p,
65 ga qo'shamiz 32, qo'shamiz 64, demak 161. 161 ga ko'paytiramiz. 161 da ko'paytiramiz 0,4 ga, demak 64,4 gram. 64,4 gram eritmamiz bu masala shartida berilgan 10% tashkil etadigan bo'lsa, 100% qancha bo'ladi desa, demak o'sha rux kuporosining umumiy eritmasining massasi 644 gram kelib chiqadi. Ya'ni bu umumiy eritmaning massasi. Endi bunga aytilyaptiki 12 gram magniy qo'shildi. Xo'p, demak rux sulfat magniy bilan reaksiya kirishadi. Rux sulfat plus magniy bilan reaksiya kirishib, o'rin olish reaksiyasi bo'ladida magniy sulfat plus undan tashqari rux hosil bo'ladi. Bu yerda magniyni molini topadigan bo'lsam, 12 ni bo'laman 24 ga, demak 0,5 mol kelib chiqadi. Demak 0,5 mol bizda magniy bor, 0,4 mol rux sulfat bor. Kimyoviy reaksiyaga moli kichigi bilan kirishadi. Mana 0,5 mol magniyni mana yerdan o'chirib qo'yamiz. Qanchasi reaksiya kirishadi desa 0,4 mol kirishadi. O'zi menda magniydan 0,5 mol bor edi. Bundan 0,4 molini ayirib olsam 0,1 mol magniy ortib qoladi. Endi rux cho'kmaga tushayotgan rux ham bor bu yerda. Demak 1 mol cho'kmaga tushsa 0,4 dan demak 0,4 mol bo'ladi. Magniy sulfatning moli ham 1 mol bo'lsa qancha bo'ladi desa, demak 0,4 mol bo'ladi. Endi bizda qolgan aralashmada nima bor? Rux sulfat demak qolmadi. Magniy bor bu yerda. Magniydan demak 0,4 mol bor. Keyin ruhdan bor. Magniydan 0,4 emas, 0,1 mol bor. Chunki 0,1 mol ortib qoldi. Keyin rux bor bu yerda, cho'kmaga tushgan 0,4 mol. Keyin magniy sulfat bor. Magniy sulfat metil xlorid kislota bilan reaksiya kirishmaydi. 365 gram 20% xlorid kislota. Demak, ikkalasini xlorid kislota bilan reaksiyasini yozamiz. Magniy xlorid bilan plus vodorod gazi ajralib chiqadi. Qo'ldan bu yerga 2 qo'yamiz, bu yerga ham 2 qo'ysam reaksiya teng bo'ladi. Endi buni 1 molidan 2 gram vodorod chiqadigan bo'lsa, 0,1 molidan demak 0,2 gram kelib chiqadi. 0,2 gram. Xo'p, rux demak xlorid kislota bilan reaksiya kirsa, rux xlorid bilan demak plus vodorod gazi chiqadi. Buni ham oldiga 2 qo'yamiz. 1 molidan 2 gram chiqsa, 0,4 molidan 0,8 gram chiqadi. Ya'ni ikkalasi bo'lib turib, qanchaga massa kamayish kuzatilyapti desa, 0,2 ga 0,8 ni qo'shadigan bo'lsa, demak 1 gramga cho'kma emas, bu gaz bo'lib chiqib ketyapti. Demak 1 gramga bu yerda demak umumiy eritmaning massasi kamayadi. Demak biz eritmaning massasini endi hisoblashimiz kerak. Birinchi rux kuporosini demak umumiy massasini hisobladik. 100% 644 gram edi. 644 gram plus bunga qo'shilyapti 12 gram magniy plus bunga qo'shilyapti demak mana yerda xlorid kislota eritmasi 365 edi. 365 buni ayirib olamiz 1 da, chunki 1 gram gaz chiqib ketyapti. Xo'p, 644 ga qo'shamiz 12 ni, qo'shamiz 364 birato'ra 1 da ayirib oldik. 1020. Demak, eritmaning massasi bo'lyapti. Bu yerda 1020 degan javobni olishimiz kerak. Javob 1020. Xo'p, 37-savolga o'tamiz. Mis 2 sulfat eritmasining foiz konsentratsiyasi va eruvchanlik koeffitsiyenti 5 ga 7 nisbatda bo'lsa, eritmaning molyal konsentratsiyasini aniqlang deyilyapti. Xo'p, 37-savolda bizda nisbat berilyapti. Foiz konsentratsiya bilan eruvchanlikni 5 ga 7 beryapti. Demak, bunday qilamiz. Foiz konsentratsiyasini biz o'zimiz 5x deb olsak, demak eruvchanligini demak bu yerda s deb belgilasak ham bo'lardi. 7x deb belgilaymiz. Chunki eruvchanlik s harfi bilan belgilanadi mana. Eruvchanligi 7x ekan. Bu yerda endi to'yingan eritma hosil qilsak bo'ladi. Ya'ni 7x ga qo'shamiz 100 demak bu to'yingan eritmaning massasi. Endi bu yerdan o'sha to'yingan eritmaning massasi shuncha bo'ladigan bo'lsa, bu yerda massa ulush topishimiz mumkin. Massa ulush topish uchun 7x ya'ni erigan moddaning massasini umumiy eritmaning massasi ya'ni 7x plus 100 ga bo'lib qo'yishim kerak. Xo'p, shu yerda endi bizda massa ulush mass foiz konsentratsiya bor. Shuning uchun 5x ni 100 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsam, foizdan ulush bir-biridan 100 ga farq qiladi-ku, shuning uchun nima 100 ga bo'lib qo'ydik. Endi mana x larni qisqartirib olsak bo'laveradi.
massa kvadratga ko'tarilib ketadi. 7 ni 100 ga ko'paytiradigan bo'lsam 700 teng bo'ladi. 5 ni 7 ga ko'paytirsam 35x plus 500 kelib chiqadi. Yoqqa minus o'tadi. 200 teng bo'ladi 35x ga. X teng bo'ladi 200 taqsim 35 ga. Ya'ni bu x bu eruvchanlik koeffitsiyenti edi mana. Endi shu yerda eruvchanligini topadigan bo'lsam, mana bu yerga olib kelib qo'yishim kerak. 7 ko'paytirilgan x ni qiymati 200 taqsim 35. Demak, 7 bilan 35 qisqaradigan bo'lsa, bu yerda 5 qoladi. 200 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 40. Eruvchanlik koeffitsiyenti 40 ekan. Demak, bu mas 2 sulfati eruvchanlik koeffitsiyenti 40 degani. 40 da demak, buni massasi 160 ga bo'ladigan bo'lsam, buni moli kelib chiqadi. Ya'ni moli 0.25 mol kelib chiqadi. Endi bizda molyal konsentratsiyani formulasi bor edi. Molyal konsentratsiya topishlik uchun molni kilogrammiga bo'lishimiz kerak. Ya'ni 0.25 molni bo'lmasa bunday qilsak ham osonroq bo'lar ekan tushuntirishlik uchun. Bundan ko'ra bunday qilamiz. 0.25 mol modda eruvchanlik koeffitsiyentiga ko'ra 100 gram suvda erigan. Bizda molyal konsentratsiyani ta'rifida 1000 gram suvda qanchaku, o'shanda bu yerda molyal konsentratsiyasi kelib chiqaveradi. Ya'ni 2,5 molyalli yaratma bo'lar ekan. Demak, javob 2,5 degan javobni olishimiz kerak. 38-savol. Molyar massasi 126 gram taqsim mol bo'lgan binari birikma rangsiz gaz to'liq parchalanganda o'rtacha molyar massasi 63 gram taqsim mol bo'lgan ikki xil gaz hosil bo'ldi. Ulardan biri oddiy modda, 2 atomli molekula va ikkinchisi murakkab modda ekanligi ma'lum bo'lsa, binar birikma molekulasidagi atomlarda sonini aniqlang degan savol qo'yilyapti. Demak, biz bu yerda o'yladikki, demak, fosfor 5 ftarid bo'lgan. Demak, buni parchalaydigan bo'lsak, demak, hosil bo'ladi ftor va undan tashqari plus fosfor 3 ftarid hosil bo'ladi. Xo'p, shunda mana misol uchun shu moddaning massasini hisoblaydigan bo'lsak, gazlar ichida mana shu to'g'ri kelyapti-da. Xo'p, demak, 31 ga qo'shishimiz kerak ekan. Xo'p, 19 dan 5 tasi Xo'p, 95 bo'ladi. Buni qo'shadigan bo'lsam 6, 126 kelib chiqyapti. Demak, o'sha bizdan so'ralgan rangsiz gaz bu fosfor pentaftarid bo'lgan. Endi buni tarkibidagi atomlar soni so'raldi. Bitta fosfor atomi va 5 ta ftor atomi, jami demak 6 ta atom kelib chiqyapti. Bu 38-savolda yechimi bo'lyapti. Xo'p, 39-savol. 13.95 gram organik modda to'liq yonganda 0.5 mol karbonat angidrid va 0.3 mol vodorod xlorid hosil bo'ldi. Agar organik modda molekulasida bitta to'rtlamchi uglerod atomi va ikkita metil radikali bo'lsa, unda mol miqdoridagi natriy gidroksid eritmasi bilan gidrolizdan hosil bo'lgan organik tuzni molyar massasini aniqlang degan savol qo'yilyapti. Xo'p, yaxshi. Bizda qanaqadir bitta X organik modda bor. Bu kislorodda yonibdi-da, hosil bo'lyapti. Demak, bizga masala shartida karbonat angidrid hamda 0.3 mol vodorod xlorid hosil bo'lgan. Plus 0.3 mol vodorod xlorid. Endi shu yerda biz nisbat orqali hisoblab topishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda karbonat angidridning moli 0.25 mol va mana yerda xlorid kislotani moli 0.3 mol. Endi mana X moddani tarkibida qanaqa elementlar bor? Ya'ni misol uchun bitta kislorod qo'shilyapti xolos, demak uglerod o'sha X moddani ichida bo'ladi, organik modda ichida. Keyin vodorod ham xuddi shuni ichida bo'ladi. Keyin xlor ham demak xuddi shu organik modda tarkibida bo'ladi. Organik modda massasini 13.95 gram berib qo'ygan bizda. Endi kislorod bor yo'qligini biz tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Endi misol uchun 0.25 mol reaksiyani o'ng tomonida 0.25 mol uglerod bo'lsa, chap tomonida ham 0.25 mol uglerod bo'lishi kerak. 0.25 mol uglerodni birato'ra massasini topib ketamiz. 12 ga ko'paytiradigan bo'lsa, bu yerda 3 gram kelib chiqadi. Endi vodorodning moli bu yerda 0.3 mol bo'ladi. 0.3 molni
ko'paytirilgan vodorodni massasi 1 ga, demak 0,3 gram kelib chiqadi. Endi xlorni moli 0,3 mol bu tomonda xlor bor. Mana 1 ga ko'paytirsam 0,3, demak mana organik moddaning ichida ham 0,3 mol xlor bo'lishi kerak. Endi hozir 35,5 ga ko'paytirib yuboramiz. Bu yerda qanchadir miqdorda massa kelib chiqadi. Demak, hisoblaydigan bo'lsak, mana yerda 10,65 gram kelib chiqyapti. Hozir hammasini qo'shib ko'ramiz. Agar rostdan ham 13,95 gram kelib chiqadigan bo'lsa, mana masala sharti berilganda kelib chiqadigan bo'lsa, demak, o'sha biz X organik moddaning tarkibida kislorod bo'lmaydi. Qo'shadigan bo'lsam 3 ga 0,3 qo'shadigan bo'lsam 3,3. Endi mana 3,3 ga 10,65 qo'shadigan bo'lsam 13,95. Ya'ni bizda moddani massasi ham 13,95, masala sharti ham 13,95 berilgan. Agar misol uchun mana yerda qanchadir kam chiqqanda o'shani kislorodga deb olsak bo'laverardi. Demak, bu yerda moddalarni nisbatlaymiz. Demak, uglerod bor ekan, vodorod bor ekan va xlor bor ekan. Bularning mollari bor. Demak, 0,25 mol bor bundan, bunisidan 0,3 mol bor va bunisidan ham 0,3 mol bor. Bu yerda eng kichigiga nisbatlasak ham bo'ladi yoki bo'lsa 0,05 ga bo'ladigan bo'lsam, bu yerda 5 ta uglerod bo'ladi. Uglerodga 5 qo'yamiz. Xo'p, bu yerda 0,05 ga bo'lsam 6 kelib chiqadi. Demak, 6 ta vodorod. Endi xlorda ham 0,05 ga bo'ladigan bo'lsam, demak 6 ta xlor kelib chiqadi. Biz tarkibni topdik. Endi masala shartida bitta to'rtlamchi uglerod va ikkita metil radikali bor ekan. Bu yerda uglerodlar orqali umumiy holatda ishlaymiz. Mana bitta uglerod, buni to'rtlamchi hosil qilishimiz uchun to'rtta tomoniga uglerod yozishim kerak. Mana 1, 2, 4. Quyidagi holatda demak 4 ta uglerod yozdim, chunki bitta to'rtlamchi hosil qilishim kerak. Endi ikkitasi metil ekan. Ikkitasi metil bo'ladigan bo'lsa, demak bu tomonlariga mana SH3 qilaylik. Demak, ikkita metil, 6 ta xlor, demak bularga 3 tadan taqsimlangan bo'ladi. Demak, 3 tadan xlor bo'lgan ekan. Endi bunga aytilyaptiki, masala shartida xo'p, mol miqdordagi natriy gidroksid eritmasi bilan gidroliz qilindi. Xo'p, natriy gidroksid eritmasi bilan demak gidroliz qilinadigan bo'lsa, bu yerda 6 mol ta'sir ettiriladi. Natijada 6 mol natriy xlor chiqadi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana yerda bunaqa modda bo'lishi kerak. 1, mana yerda OH, bu yerda ham OH, bularda 3 ta xlorning o'rnida 3 ta OH kerakda. Bu tomonda metil bo'ladi. Bu tomonidagi uglerodda ham demak 3 ta xlorning o'rniga demak shundayroq qilib yozamiz. 3 ta OH kelishi kerak. Endi bu yerda qayta guruhlanish kuzatiladi, chunki bitta uglerod o'zida demak 2 ta OH saqlanmaydi. 2 ta OH saqlanmagandan keyin 3 ta ham saqlanmaydi. Bu yerda hosil bo'ladi, demak karbon kislota hosil bo'ladi. Ya'ni bunday deb qarasak ham bo'laveradi. Mana yerdagi OH bilan vodorod birikib turib suv hosil qiladi. Mana yerdagi H bilan OH ham birikib turib demak suv hosil qiladi. Demak, o'sha moddani formulasini yozadigan bo'lsak, mana yerda xo'p, karbon kislota hosil bo'lyapti. Bu tomonda kislorod, bu tomonida OH, xo'p, bu tomonda yana uglerod bor. Ikkita tepada demak metil radikali bor, SH3. Xo'p, bu tomonda yana uglerod, tepada kislorod va bu tomonda OH. Ya'ni 2 asosli karbon kislotasi hosil bo'lyapti. Endi mol miqdorda deyapti. Mol miqdorda bo'lgandan keyin bunga yana natriy ta'sir ettiradigan bo'lsak, yana 2 mol natriy gidroksidi bilan reaksiya kirishadi. Mol miqdorda degan natriydan ko'p degani. Bu yerdagi vodorodlar OH bilan birikib turib, mana bu yerdagi vodorodlar OH bilan birikib turib suv hosil qiladi. Ya'ni bu yerda qolgan moddani yozib qo'yamiz. Ya bo'lmasa mana shu yerda tushunishimiz kerak, vodorodlarning o'rniga natriy kelib biriksin, shu moddani demak tushundik deb umid qilaman. Mana yerda vodorodlar OH bilan birikib turib suv hosil qilyapti. Mana shu yerda tuz hosil bo'lyapti. Endi shu moddani, mana shu moddani massasini so'ralyapti bizda. Adashmasam mana shunday so'ralyapti.
tuzli molekyular massasi so'ralyapti. Demak, buni hisoblab chiqishimiz kerak. Demak, mana yerga hisoblaymiz. Xo'p, uglerodlar 1, 2, 3, 4 ta uglerod bor. 5 ta ekan. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Xo'p, 5 ta uglerod S5. Xo'p, vodorodlar 3 ta, 6 ta S5H6. Xo'p, kislorodlar 1, 2, 3, 4 ta kislorod O4 va undan tashqari natriydan 2 ta. Xuddi shu moddani massasini hisoblaymiz. Xo'p, 5 ta 12 ga ko'paytiradigan bo'lsam 60. Bunga qo'shaman 6 ni, qo'shamiz 64 ni, qo'shamiz 46 ni. Demak, mana 6 ga 64 ni qo'shadigan bo'lsam 70. 70 ga 60 ni qo'shadigan bo'lsam 130. 130 ga 46 ni qo'shadigan bo'lsam 176 gram taqsim mol kelib chiqyapti. Demak, shu tuzli massasi bizga javob bo'ladi. Demak, 176 gram taqsim mol degan javobni olamiz. 40-savol. 46.8 gram organik modda to'liq yonganda 44.8 litr normal sharoitda karbonat angidrid, 4.48 litr azot va 2.2 mol suv hosil bo'ldi. Agar organik modda xlorid kislota eritmasiga qo'shib qizirilganda tuz berilyapti va spirt hosil bo'ldi. Spirtning molekyular massasini aniqlang degan savol qo'yilyapti. Xo'p, yaxshi, biz yana organik moddani belgilash kiritib olamiz. Demak, qanaqadir bitta X organik modda, demak bu kislorodda yonadigan bo'lsa, hosil bo'lyapti. Masalan, sharti 44.8 litr karbonat angidrid, ya'ni karbonat angidridni 1 mol orqali hisoblab ketaveraman. 2 mol karbonat angidrid va 4.48 litr azot. Demak, bu yerda azot ham bor. 0.2 mol 22 ga bo'lib ketyapmiz. Plus xo'p, 2.2 mol suv hosil bo'ldi. H2O dan demak 2.2 mol. Xo'p, bu yerda demak bundan oldingi masalamizga o'xshab ketadi. Xuddi shunday holatda tahlil qilamiz. Demak, uglerod atomlarini demak bu yerda 2 mol bo'lgani uchun buni tarkibi ham 2 mol bo'lishi kerak. 2 molni ko'paytiraman 12 ga, demak 24 gram uglerod bo'lgan ekan. Endi vodorod atomlarini demak bu yerda 2.2 molni ikkita vodorod atomiga ko'paytirsam 4.4 mol bo'ladi. Buni vodorod massasi 1 ga ko'paytirsam 4.4 kelib chiqadi. Undan tashqari azot bor. Xo'p, azotniki demak 0.2 ni 2 ga ko'paytirsam 0.4 mol. 0.4 ni ko'paytiraman 14 ga. Demak 0.4 ni ko'paytiramiz 14 ga teng chiqyapti 5.6. Endi hammasini qo'shib qo'yamiz. 5.6 ga qo'shamiz 4.4 ni, yana qo'shishimiz kerak ekan 24 ni. 34. Demak, bularni massasini qo'shadigan bo'lsam 34. Masala shartida bizga 46.8 gram bergan bu organik modda. Demak, endi biz o'ylashimiz kerak, bu yerda kislorod ham bo'lgan ekan. Kisloroddan qancha bor ekanligini topish uchun 46.8 ni ayriymiz. 46.8 gramdan ayriyman 34 gramda. Shunda 12.8 gram, demak bu yerda 12.8 gram kislorod bo'lgan. Buni 16 ga bo'ladigan bo'lsam, xo'p, 12.8 ni bo'lamiz 16 ga, kislorod mol kelib chiqqan 0.8 mol. Demak 0.8 mol ko'paytirilgan 16 bo'lsa, keyin 12.8 bo'ladi. Endi biz bularni nisbatlasak bo'ladi. Xo'p, uglerod bor ekan, vodorod bor ekan, azot bor ekan va undan tashqari kislorod. Bularning moli buniki 2 mol berilgan, bunisiniki 4.4 mol. Xo'p, azotniki demak 0.4 mol berilgan, kislorodniki esa 0.8 mol. Eng kichigiga nisbatlaydigan bo'lsam, bu yerda 0.4. Hammasini 0.4 ga bo'ladigan bo'lsam, azotdan bitta kelib chiqadi. Buni 0.4 ga bo'ladigan bo'lsam, kisloroddan 2 ta. Buni 0.4 ga bo'ladigan bo'lsam, vodoroddan 11 ta. Buni 0.4 ga bo'ladigan bo'lsam 5 ta bo'ladi. Demak, formula S5H11 NO2 bo'lgan ekan. Endi bu masala shartida berilgan mana organik modda xlorid kislota eritmasiga qo'shib qizirildi. Endi reaksiyani yozishimiz shart emas. Mana yerda bilishimiz kerak, aniq bu yerda bir atomli spirt hosil bo'ladi. O'sha qizirilganda tuzli tarkibida 2 ta uglerod bor ekan. Bizda o'zi 5 ta uglerod bo'lish kerak-ku. 5 ta ugleroddan 2 ta uglerodni ayirib olsam, spirtni tarkibida 3 ta uglerod bo'lish kerak. Bir atomli spirt bo'ladigan bo'lsa S3H7OH. Buni massasini hisoblaymiz.
36 plus 7 ga 1 8 vodorodlar massasi plus 16 qo'shadigan bo'lsam 4 unga bersam 40, buni 4 bersam 20, ikkalasini qo'shsam 60. Demak, bizdan so'ralgan spirtni molyar massasi 60 gram taqsim molni tashkil etar ekan. Xo'p, 41-savol. Molyar konsentratsiyasi 0.8 mol taqsim litr bo'lgan 625 ml sulfat kislota zichligi shuncha. Eritmasi 37.4 gram oleum qo'shildi. Olingan eritmaga mol miqdordagi bariy gidroksid eritmasi qo'shilsa 209.7 gram cho'kma ajraldi. Xuddi shuncha oleumni to'liq neytralash uchun stoichiometrik nisbatda 189.8 gram natriy gidroksid eritmasi qo'shildi. Xo'p, endi qiymatini aniqlang. Birinchi eritmadagi suvning massasi, ikkinchi eritmadagi tuzning massasi ulushi, ikkinchi eritmadan qancha gram suv bug'lansa faqat globir tuzi qoladi degan savol qo'yilyapti. Xo'p, yaxshi. Birinchi navbatda molyar konsentratsiya topib olishimiz kerak. Bu yerda 0.8 molyarli degan 0.8 mol modda 1 litrda bo'ladi. Bizda hozir masala shartida 0.625 berilgan. Bu yerda qancha mol demak sulfat kislota bor ekanligini topib olamiz. Demak 0.8 ni ko'paytiramiz 0.625 ga. Demak 0.5 mol sulfat kislota bo'lgan ekan bu dastlabki holatda. Endi bu yerda eritmasini massasini ham topib olsak bo'laveradi. 0.5 mol sulfat kislota bo'lsa, demak massa topishlik uchun 625 ni ko'paytirib qo'yishim kerak 1.04 ga. Xo'p, 625 ni ko'paytiramiz 0.4 ga. 250 gram. Yo'q, 1.04 da 625 ni ko'paytiramiz 1.04 ga. Men 0.4 ko'paytirib qo'yibman. 650 gram. Demak, 650 gram bu demak umumiy eritma massasi. Bu yerda 0.5 mol sulfat kislota bor. Demak, 0.5 mol sulfat kislota degani H2SO4 ni 0.5 molini massasini hisoblasam 98 ga ko'paytirib 49 gram bo'ladi. 650 dan ayirib oladigan bo'lsam, demak buni ichida suvning miqdorini ham topib olaylik. Oxirida suvning massasi so'ralgan ekan. Demak 601 gram, demak bizda shu dastlabki eritma ichida suv bor ekan. Endi bizda aytilyaptiki 37.4 gram oleum qo'shilsa olingan eritmaga mol miqdorda bariy gidroksid eritmasi qo'shilsa shuncha gram cho'kma. Xo'p, yaxshi. Endi biz bunday qilamiz. Oleum berilgan, SO3 ko'paytirilgan N molekuli H2SO4 hosil bo'lyapti. Demak, bu yerda suv ham qo'shiladi. Xo'p, suv qo'shmaymiz mana yerga. Suv ham qo'shamiz, keyin sulfat kislota hosil bo'ladi. Chunki mana yerdagi SO3 suv bilan reaksiya kirishib turib, yana qanchadir miqdorda sulfat kislota hosil bo'ladi. Bu hosil bo'lgan sulfat kislota bariy gidroksidi bilan reaksiya kirishgan. Demak, bariy gidroksidi sulfat kislotasi bilan reaksiya kirishadigan bo'lsa, xo'p, plus sulfat kislota bilan reaksiya kirishadigan bo'lsa, cho'kma hosil bo'lyapti. Bariy sulfat plus undan tashqari demak H2O hosil bo'lyapti. Bizda masala sharti cho'kmaning massasini 209.7 gram. 209.7 gram. Buni massasi 233 gram. Sulfat kislotani 1 mol reaksiya kirishganda shuncha gram cho'kma tushsa, 209.7 dan qancha? 209.7 ni bo'lib qo'yamiz 233 ga. Xo'p, shunda mol kelib chiqyapti. Bu yerda 0.9 mol. Bizda jami sulfat kislotani moli 0.9 mol bo'lish kerak. Endi bu 0.9 mol sulfat kislotadan 0.5 moli oldin bizda bor edi. Mana bu yerda dastlabki holatda 0.5 mol sulfat kislota bor edi, bunday qilamiz bo'lsa. Xo'p, umumiy sulfat kislotani miqdori bizda kelib chiqdi. Demak, 0.9 mol sulfat kislota bo'lgan. Bu 0.9 moldan ayirib olishim kerak. Demak, dastlabki 0.5 molni. Demak, qolgan 0.4 moli bu ana oleumda suv bilan reaksiya kirishganidan hosil bo'ladi. Demak, mana uni ustiga 0.4 mol qo'yamiz. Demak, 0.4 mol kelib chiqadi. Endi buni suvdan 1 mol reaksiya kirishganda, demak, undan ham bu yerda topolmaymiz ekan, chunki noma'lumda qancha SO3 reaksiya kirishgani noma'lum. Demak,
buni 1 molidan 1 mol hosil bo'lsa 0,4 molidan bunday qilamiz. 1 mol oleumdan 1 mol sulfat kislota hosil bo'lsa, misol uchun 0,4 molidan 0,4 mol hosil bo'ladi. Endi biz bunday qilishimiz mumkin. SO3 ko'paytirilgan N molekula suvda emas, mana yerda sulfat kislota. N molekula sulfat kislota. Bu oleumda massasi bor bizda. Oleumda massasini 37,4 gram bergan. Bu yerdagi oleumda massasi demak 37,4 gram ekan. Bularda moli esa 0,4 mol. Endi belgilashga kiritamiz. Buni x desam, buni y holatda belgilashga kiritaman. X ga y da molini qo'shadigan bo'lsam 0,4 mol kelib chiqishi kerak. 80 ni x ga ko'paytirsam 80x plus 98y teng bo'lishi kerak 37,4 ga. Xo'p, demak tepani 98 ga ko'paytirib oladigan bo'lsam 98x bo'ladi. 98x dan 80 ni ayirib oladigan bo'lsam, bu yerda 18x qoladi. 98y ga ko'paytirsam 98y, 98y bilan ishib ketadi. Xo'p, 98 ni ko'paytiramiz, demak 0,4 ga 39,2, shundan ayrimiz 37,4. 1,8 demak x ni moli kelib chiqadi. Shunda 0,1 mol. X 0,1 bo'lgandan keyin y da miqdori demak 0,3 mol bo'ladi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 0,4 bo'lishi kerak edi. X ni moli 0,1 ekan, y niki 0,3 ekan. Xo'p, biz x deb mononi belgilashga kiritganmiz SO3 da. Endi shu yerdan sarflanib ketgan oleumda tarkibini aniqlaylik. Birinchi savolda so'ralgan oleumda tarkibi. Oleumda tarkibi 1 mol SO3 ga, ya'ni 0,1 ga 0,3 da, mana 0,1 ga sulfat kislotadan N mol H2SO4 bo'lsa, bu 0,3 bu degani 0,1 ga qisqartirsam 1 ga 3 nisbatda bo'lgan deb xulosa qilishimiz mumkin. Bunlarni o'chirib ko'ramiz endi. Birinchi savolda yechimi bo'ladi. 1 mol SO3 ga demak 3 mol sulfat kislota bo'lgan ekan. Bu demak birinchi savolda yechimi. Xo'p, ikkinchi savoldan nima so'rayapti? Birinchi eritmadagi suvda massasini aniqlang. Xo'p, mana yerda x ni molini topib oldim-ku, 0,1 mol. 1 mol SO3 kirishganda 1 mol suv kirishardi 0,1 ga, demak mana yerda 0,1 mol suv reaksiya kirish ketadi. O'zi suvda massasi 601 gram edi. Dastlabki eritmani ikkinchi savol qilamiz endi yechimi. 601 gram o'zi suv bor edi. Shundan demak 0,1 mol suv reaksiya kirishib ketgan mana yerda. Oleum hosil qilish uchun 0,1 mol kirishib ketsa, 0,1 ni 18 ga ko'paytirsam 1,8 bo'ladi. Demak, buni ayirib qo'yadigan bo'lsam 599,8 gram. Demak, bu ikkinchi savolning yechimi, ya'ni birinchi eritmadagi suvda massasi. Xo'p, endi ikkinchi eritmadagi tuzda massa bo'lishi. Demak, ikkinchi eritmadagi tuz xuddi shuncha oleumni to'liq neytrallash uchun stoixiyometrik nisbatda natriy gidroksid eritmasi qo'shildi. Demak, bu yerda ikkinchi eritma reaksiyani ichiga demak natriy gidroksid neytrallanish reaksiyasi sodir bo'lgan ekan. Demak, keyingi holatda yozamiz bu yerga. Bizda oleumda tarkibi bor. SO3 ko'paytirilgan 3 mol sulfat kislota. Bunga demak natriy gidroksidini qo'shib turib neytrallandida hosil bo'lyapti natriy sulfat bilan plus H2O. Ya'ni bilamizki, oleumda 1 mol nisbatga, demak bunga 2 mol nisbat to'g'ri keladi. Endi hozir buni miqdori demak 0,4 mol. 1 moliga 2 mol reaksiya kirishayotgan bo'lsa, 0,4 moliga 0,8 mol natriy ishqori reaksiya kirishadi. Bu yerda natriy sulfatdan qancha hosil bo'ladi deydigan bo'lsak, xo'p, 1 molidan 1 mol bo'ladigan bo'lsa, 0,4 molidan demak 0,4 mol hosil bo'ladi. Demak, bizdan hozir so'ralayotgan massa ulush, mana natriy sulfatda massa ulushi so'ralyapti-da. Demak, oleumda massasini mana yerda e'tibor bersak, 37,4 gram bergan. 37,4 gram oleumga
qo'shilyapti. Demak, natriy gidroksidi eritmasining massasi 189,8 gram. Qo'shamiz 189,8 gramda. Xo'p, 37,4 qo'shilgan 189,8. Buni qo'shadigan bo'lsam 227,2 gram. Demak, bu umumiy eritmaning massasi bu 100% bo'lsa, 0,4 mol mana yerda natriy sulfatning massasini topsam bo'ladi. Ya'ni 0,4 molda ko'paytirishim kerak. Xo'p, 0,4 molda ko'paytirishim kerak ekan 142 ga. Demak, 0,4 da ko'paytiramiz 142 56,8 gram natriy sulfatimiz. Demak, qancha foizni tashkil etishini hisoblab topamiz. 56,8 ni ko'paytiramiz 100 ga va shuni bo'lib qo'yishimiz kerak ekan 227,2 ga. Demak, 25% kelib chiqyapti. Demak, bu masala shartida so'ralgan 3-savolning yechimi 25% kelib chiqdi. Xo'p, 4-savol. Ikkinchi eritmada qancha gram suv bug'lansa faqat Glauber tuzi qoladi deyapti. Demak, endi biz 4-shartda natriy sulfatga suv qo'shib turib Glauber tuzi olishimiz kerak endi. Demak, natriy sulfat plus bunga suv qo'shishim kerak. Suv qo'shganda ham 10 molekula suv qo'shishim kerak. Natijada natriy sulfat ko'paytirilgan 10 molekula suv, ya'ni Glauber tuzi hosil bo'ladi. Xo'p, endi buni miqdori, ya'ni 1 molidan Glauber tuzining massasini hisoblaydigan bo'lsak, xo'p, 142 ga 180 ni qo'shsam 322 bo'ladi. 322 biz natriy sulfatdan 0,4 mol bor edi. 0,4 qancha deb proporsiya qilamiz. Xo'p, 322 ni ko'paytiramiz 0,4 ga. Demak, 128,8 gram. 128,8 gram. Demak, shunaqa 128,8 gram eritma olishimiz uchun qancha suv bug'lanishi kerak? O'zi bizda eritmaning massasi bor. Umumiy eritma hosil bo'lgan eritma massasi 227,2 gram edi. Shundan ayirib yuboraman. O'sha kristallik gidratning massasini ayirib yuborsam, demak, bug'lanib ketgan suvning massasiga qolaveradi. Demak, ayirib qo'yamiz 227,2 dan. Xo'p, 98,4 gram degan javob kelib chiqyapti. Demak, bu oxirgi savolning yechimi. Bu 4-savolning yechimi. Mana yerga 4-savolning yechimi deymiz. Bu 3-savolning yechimi bo'ldi 25%. Xo'p, keyingi holatda ikkinchi savolda bizda qolgan eritmani so'rayapti. Mana ikkinchi savolning yechimini topdik va birinchi savol n ning qiymati 3 ga teng bo'lgan ekan. Demak, bu 41-savolning yechimi. 42-savol. Quyidagi reaksiyalarni tenglashtirilgan holda yozing deyilyapti. Biz bu reaksiyalarda vaqtni olmaslik uchun, ya'ni bu yerda tushuntiradigan holati yo'q, barcha reaksiyalarni yozib chiqdik. Mana yerda hammasini bir qator ko'rib olishingiz mumkin. Videoni to'xtatib, demak, o'sha o'zingizga kerakli bo'lgan reaksiyalarni tenglashtirilgan holatini yoki nima hosil bo'lishini ko'rib olishingiz mumkin. Ya'ni xuddi shu 42-savolda to'liq yechimi hisoblanadi. Mana hamma reaksiyalarni yozdik va tenglashtirib qo'ydik. Ulardan foydalanib, demak, 42-savolda ishlashimiz mumkin. Xo'p, 43-savolga o'tamiz. Qizil rangli A oddiy modda B tuz bilan reaksiya kirishganda S oksidini va D tuzini hosil qiladi. D tuz alangani binafsha rangga bo'yaydi va kumush nitrat eritmasi bilan oq pag'a cho'kma hosil qiladi. A modda tarkibidagi atomlar odam organizmi uchun muhim element bo'lib, suyak mustahkamligini ta'minlaydi. Xo'p, yaxshi. Bu fosfor deb o'ylayapman. Misol uchun oddiy modda qizil rangli, keyin yana bizda aytilyaptiki, odam organizmi uchun muhim element, ya'ni suyak mustahkamligini ta'minlaydi degan shartlarni qo'yilyapti. Demak, bu fosforda Bertoli tuzi bilan reaksiyasi bo'lish kerak, ya'ni gugurtni yonish reaksiyasi desa ham bo'laveradi. Ya'ni xo'p, fosfor Bertoli tuzi bilan reaksiya kirishadigan bo'lsa, kaliy xlor O3 bilan, demak, hosil bo'ladi fosfor 5 oksidi, ya'ni bu yerda oksid hosil bo'ladi. Mana S oksidi va D tuzi degan mana
kaliy xlor hosil bo'ladi tuz sifatida. Endi bu reaksiyani tenglashtirsak, bu yerga 5 qo'yishimiz kerak. Xo'p, bu yerga 3 qo'yishim kerak. 3 kere 5 15 bo'lgani uchun bu yerga 5 qo'yishimiz kerak. Keyin bu yerga 6 qo'yadigan bo'lsak, demak reaksiyamiz teng bo'ladi. Bu birinchi sharti, ya'ni birinchi shartida aytilyaptiki, A va B moddalar orasidagi reaksiyani tenglashtirilgan holda yozing. Ya'ni fosfor kaliy xlor OH bilan reaksiyaga kirishib turib, fosfor 5 oksidi va D tuzini hosil qilyapti. D tuz alangani binafsha, mana kaliy rostdan binafsha rangga bo'yaydi. Endi ikkinchi sharti, A moddani konsentrlangan sulfat kislota bilan reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing. Xo'p, ikkinchi reaksiyamiz, A moddamiz bu fosfor plus konsentrlangan sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, xo'p, hosil bo'lyapti fosfat kislota H3PO4 plus undan tashqari SO2 plus suv hosil bo'lyapti. Xo'p, endi buni xohlasangiz o'sha Garsiya usuliga, xohlasangiz elektron balans usuliga qo'yib tenglashingiz mumkin. Demak, videomizda hajmi katta bo'lib ketmasligi uchun o'zimiz bilganimiz uchun tezroq tenglashtirib ketyapmiz. Demak, bu yerda fosforni oldiga 2 qo'yishimiz kerak. Sulfat kislotani oldiga 5 qo'yamiz. Fosfat kislotasini ham oldiga 2 qo'yamiz. SO2 ni oldiga 5 qo'ysak, suvni oldiga ham 2 qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu ikkinchi reaksiya hisoblanyapti. Uchinchisi, B moddani parchalanish reaksiyasini katalizatorsiz tenglashtiring. Bu Bertolli tuzi. Bertolli tuzi katalizatorsiz parchalanadigan bo'lsa, kaliy xlor O3 parchalansa, kaliy xlorid bilan plus kaliy perxlorat hosil bo'lyapti. Xo'p, bu yerga 3 qo'yadigan bo'lsam, bu yerga 4 qo'yadigan bo'lsam, reaksiya teng bo'ladi. Demak, bu uchinchi reaksiyamiz. Xo'p, keyingi reaksiyamiz, to'rtinchisi, modda va suv iliq suv orasidagi reaksiyani tenglashtirilgan holda yozing deyilyapti. Fosfor 5 oksid, ya'ni o'sha haqida gap ketyapti. Iliq suv bilan reaksiyaga kirishyapti. H2O5 plus suv bilan reaksiyaga kirishib pirofosfat hosil qiladi. H4P2O7. Xo'p, endi bu yerda reaksiyani tenglashtiradigan bo'lsak, suvni oldiga 2 qo'yadigan bo'lsak, menimcha teng bo'lsa kerak. Reaksiyamiz teng bo'ldi. Endi 5-chi so'ralgan savoli, B moddani xlorid kislota bilan reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing. Xo'p, demak, 5-inchisi, demak, yana Bertolli tuzi haqida gap ketyapti. Kaliy xlor O3, demak, xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, xo'p, hosil bo'ladi kaliy xlor, keyin suv hosil bo'ladi. Kaliy xlorid plus xlor plus suv hosil bo'lyapti. Endi xuddi shu reaksiyani tenglashtiradigan bo'lsak, xlorid kislotani oldiga 6, xo'p, xlorni oldiga 3 qo'yadigan bo'lsam, suvni ham oldiga 3 qo'yadigan bo'lsam, 3 kere 2 6 ta vodorod, 6 ta vodorod, xlorlardan ham 6 ta. Demak, reaksiyamiz teng bo'ldi. Demak, bu oxirgi 5-chi so'ralgan shart edi. Xo'p, Ma'ruf Tomga ta'rif ustozimizning milliy sertifikat yechimlari birinchi variantda to'liq yechimlarni ko'rib chiqdik. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bizda demak faqat mana bitta 42-savolda reaksiyalarni yozib qo'ydik. Bularni yana mana bir qator ko'rsatyapmiz. Bularni ko'rib, quyidagi holatlardan o'zingizga tushunmagan joylaringizni demak kommentariyalarda izoh qoldirsangiz, inshaalloh javob beramiz. Xo'p, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Kelasi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.